بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أستعيذ بالله وعلم آدم الأسماء كلها والله تعالى odamga ismlarning har bittasini o'rgatdi. Mufassirlar tafsir kitoblarida muxtalif fikrlarni zikr qilishadi. Ba'zida aytadiki farishtalarning ismlarini, ba'zida aytadiki tosh, daraxt, jin, inson, farishta. Ba'zilar mana Imom Suyuti aytgandek tovoqqacha, ya'ni oddiy narsalargacha butun narsalarni o'rgatdi deydi. Siz buni yana ham keng tushuning. Bu yerda sizni yana ham keng tushunishlikka va chuqur tushunishlikka majbur qiladigan kalima bor. Alloh taolo odamga ismlarni o'rgatdi deganda shu gap bilan kifoyalanmadi. Uni orqasidan ismlar degandan keyin ta'kid qilyapti. Kullaha deyapti. Har bittasini deyapti. Demak, ismlarning har bittasini o'rgatdi Alloh taolo. Odam alayhisalomga bir insonga kerak bo'ladigan ilmlarning hammasini o'rgatdi. Demak, ba'zi mufassirlar shu yerdan kelib chiqib aytadiki, Odam alayhisalom zurriyotlarining ichida gaplashiladigan tillarning hammasini bilganlar. Arabcha bo'lsin, turkcha bo'lsin, ruscha bo'lsin, inglizcha bo'lsin, chincha bo'lsin, yaponcha bo'lsin, hammasini bilganlar. Va hozirgi fanlarning turlari, masalan diniy ilmlarga albatta bor narsa, geografiya deysizmi, tarix deysizmi, fizika deysizmi, kimyo deysizmi, butun ilmlar. Ya'ni nimani so'rasangiz javob beradigan holatda. Bilasizlar, payg'ambarlarga beriladigan ilmlar avvalo ijmoliy bo'ladi. Har bittasi tafsil qilinavermaydi. Insonlar tafsilotini so'ragan vaqtda Alloh tomonidan vahiy bo'lib xabar berilaveradi. Masalan, Muhammad alayhisalom ham hamma narsani bilardilar ijmoliy holatda. Lekin Muhammad alayhisalomda siz tibbiy masalalarning nozik nuqtalariga, tafsilotiga kirib so'rasangiz, o'sha vaqtda bilmasa ham Allohga duo qiladilar, Allohdan so'raydi, Alloh tarafidan keladi, Alloh taolo aytib beradi. Odam alayhisalomnikini ham shunday tushunishlik kerak. Albatta, Odam alayhisalom masalan shu ilmlarning hammasini bilgan deganda sizda masalan kimyodagi moddalar bor. Moddalar bir-biriga aralashishligi, masalan shu kislorodni paydo bo'lishligi, suvni paydo bo'lishligi, unday chuqur narsalarga kirib ketmaysiz. Odam alayhisalom kimyo masalasidagi qoida kulliyo masalalarni biladilar. Tafri'iy masalalarni agar so'rasangiz, Alloh taolo yana bildiradi. Butun ilmlar o'rgatildi. Butun ilmlarga mahorat hosil qildilar. Chunki Alloh taolo ta'lim berdi, o'rgatdi Alloh taolo. Ilmni Odam alayhisalom Alloh taolodan to'g'ridan-to'g'ri olyapti. Demakki Alloh taolo ilmni bir danaga berib qo'yishlikka qodir. Qodir Alloh taolo. Lekin siz Alloh shunga qodir-ku deb hamma narsani tashab, yumshoq to'shalarga o'tirib olib, "Ya Robbi, menga ilm bergin. Ilmi ladun bergin, huzuringda ilm bergin. Odamga berding-ku, menga ham bergin" deyishligingiz joiz emas. Chunki Alloh taolo sizga ilm o'rganishlik yo'llarini ko'rsatgan. Ilm o'qigin, ilm talab qilgin degan. Ilm talab qilgan holatingizda keyin Alloh taolo ko'proq beradi. Siz o'qiyap turganingizdan ko'prog'ini beradi Alloh taolo. Himmatingizga, talabingizga, niyatingizga, ixlosingizga qarab. Bu yerda mana kofirlarning qanchalik bir ahmoqligi, botilligi, johilligi va ularga ishonganlarda undan ham battar ahmoqligi va Odam alayhisalomdek buyuk bir payg'ambarga tuhmat qilyap turganligi, o'zlarini ham bobosi hisoblanadi, o'zini ham ajdodi hisoblanadi, lekin kofirlarning qanchalik bir hurmatsiz tarbiyasi ekanligi sobit bo'lyapti. Qanday qilib? Ular nima deydi? Insonlarning aqidasini buzib aytishdiki, insoniyatning boshlanishligi vahshiy insonlar bilan boshlangan. Vahshiy insonlar, yovvoyi insonlar bilan boshlandi. Qip yalang'och yurishardi, erkaklar ham, xotinlar ham libosni nimaligini bilmas edi. Kiyinishni nimaligini bilmas edi. Hech narsani bilmas edi deb o'zlarining tabaqalari bor. Bunday zamon, bunday zamon, tosh zamoni, temir zamoni deb. Endi u
haligi insonni bir qurbaqadan paydo bo'lgani, qurbaqadan keyin maymun bo'lgani, maymundan to'ng'iz bo'lgani, bu masalalarni qo'ying. Bu botillarning eng botili. Va u masala, ya'ni insonni maymundan yoki to'ng'izdan bo'lganligi kofirlarning o'zini asliga e'tirof. Ular o'zlarini aslini e'tirof qilyapti. Biz maymundan bo'lganmiz deyapti. To'g'ri aytayapti. Ular maymundan bo'lgan ular. Ammo biz alhamdulillah insondan bo'lganmiz. Chunki Alloh taolo aytganki Qur'onda, Yahud nasroniylar Allohga isyon qildi, ularni maymun to'ng'izga aylantirib qo'ydi. Ular shuni aytmoqchi bo'lyapti, tushunmayapsan. Biz ota-bobolarimiz maymun edi, to'ng'iz edi deydi, to'g'ri aytadi ular. Ammo bizniki emas. Bizniki mana Odam alayhisalomdan boshlangan, mana ilk fardimiz, ilk mana inson eng katta olim edi. Butun ilmlarni biladigan edi. Qanday qilib endi u johil bo'lishi mumkin? Qanday qilib ilmsiz bo'lishi mumkin? Va yana Odam alayhisalom munozaraga qo'yilyapti, qarang. Faqatgina ilm berilib qo'yilmayapti, munozaraga qo'yilyapti. Summa aradahum alal malaika. Keyin bu ilmlarda Alloh taolo farishtalarga ko'rsatdi. Faqala anbiuni bi asma'i haula. Bu narsalarning ismlarini menga xabar beringlarchi, in kuntum sodiqin. Agar sizlar sodiq bo'lsalaringiz, dedi Alloh taolo. Farishtalar ojiz qoldi. Qarang. Farishtalarni ojiz qoldiradigan darajada ilmi bor edi Odam alayhisalomda. Shuning uchun kimiki insoniyatning boshi shunday yovvoyilik bilan boshlangan, vahshiylik bilan boshlangan, insonlar mana rivojlanib kelyapti, mana shunchalik rivojlandik. Kofirlar rivojlangan sari ularni ayollarning etaklari qisqarib ketyapti borgan sari. Rivojlangan sari. Qarang, rivojlanishni qarang, qanchalik ko'tarilishyapti. Etagi shunday ko'tarilyapti, ishtoni ko'tarilyapti xotinlarini. Shuni ular rivojlanish, taraqqiyot deyapti, ko'tarilishyapti. Bu rasvolikki bu. Hayvondan ham battarlik bu. Taraqqiyot ilm bilan, ma'naviyat bilan, taqvo bilan, axloq bilan, go'zallik bilan bo'ladi. Bularning hammasi Odam alayhisalomda bor edi. Va bilingki, tabiiyki albatta Muhammad alayhisalom butun insonlar va butun payg'ambarlarning afzali bo'lganligi uchun u kishi va u kishining zamoni insoniyatning tarixi, yer yuzining tarixidagi eng saodatli zamon. Lekin Odam alayhisalomning zamonini o'ziga xos xususiyatlari bor. Ya'ni Odam alayhisalomda bo'lgan ba'zi holatlar Muhammad alayhisalomning zamonida bo'lmagan. Ya'ni Odam alayhisalom yerga yangi tushganlarida va ilk farzandlari bilan yashab yurgan vaqtlarida farishtalar bilan, masalan, sizlar bilan biz qanday ko'rishsak, gaplashsak, o'tirsak bir-birimiz o'rtamizda. Ular farishtalar bilan shunday ko'rishardi, shunday o'tirishardi, gaplashib yurishardi. Shunday bir zamonlar edi. Butun insonlar gunohning nimaligini bilmaydigan holatda edi. Qanday qilib biz ularni vahshiy deymiz, yovvoyi deymiz? Katta bu jaholat va insoniyatning mana asliga bolta urishlik, tarbiyasizlik, axloqsizlik bu narsa. Ammo kofirlar qara insonlarni, musulmonlarni qanday aldayapti? Tarbiyasizlik qilyapti, axloqsizlik qilyapti, biz sizlarga ilm o'rgatyapmiz. Ruslar maqtanadi, biz O'rta Osiyoga kelganimizda Buxoroda 2% ilmli insonlar bor edi xolos, hammasi johil edi deydi. Aslida bu teskarisi, 2 johil bor edi, Rusiyada o'qib kelganlar. Boshqa hammasi ilmli insonlar edi, olimlar edi. Dinini yaxshi bilgan, Qur'on, hadisni yaxshi bilgan insonlar edi. 2% o'sha gimnaziyalarda o'qib kelgan kishilar edi Rusiyada. Ular maqtanyaptiki, biz kelganimizda O'rta Osiyoda faqat 2% ilmli insonlar bordi. Hammasi johildir, biz sizlarga ilm o'rgatdik. Nimani o'rgatdi ular? Butun rasvolikni o'rgatishdi. Shuning uchun biz ularda havas qilmaylik, biz Qur'on hadisga qaytaylik. Havas qilmang, bu Yevropada o'qishlik, Amerikada o'qishlik, Rusiyada o'qishni havas qilmang. Nimani o'rgatadi ular sizga? Ilmda hammasi mana Qur'on hadisda. Odam alayhisalom misli yo'q katta olim edilar. Hadislarda ham aytiladiki, hadis kitoblarida o'qidilaringiz, aqida kitoblarida ham o'qidilaringiz. Ya'ni ko'p o'tdi oldilaringizdan. Shafaat to'g'risidagi hadis. Odam alayhisalomdan bori shafaat so'radi, keyin Nuh alayhisalom, Musa alayhisalom. Odam alayhisalomning oldiga borganda Odam alayhisalomning fazilatlarini zikrining ichida shu ham bor. Ey odam, seni Alloh taolo o'zini qo'li bilan yaratdi va senga butun ismlarni o'rgatdi va farishtalarni senga sajda qildirdi. Shuning uchun insoniyatning boshi jaholat, yovvoyilik, vahshiylik deganlar kofir bo'ladi. Kofirlar kofiri, musulmon agar shunga ishonib tasdiq qilsa kofir bo'ladi. Alloh taolo shu narsalarni farishtalarga ko'rsatdi. Anbiuni, menga xabar beringlar dedi.
bi asma'i haula shu narsalarning ismlarini in kuntum sodiqin agar sodiq bo'lsalaringiz. Ya'ni Odam alayhissalomning zurriyati to'g'risida man yufsidu fiha va yasfiku dima deyildi. Fasod qiladigan va qon to'kadiganlar. Va farishtalar o'zlarining to'g'risida va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak deydi. Vaholanki biz senga hamding bilan tasbih etamiz, seni ulug'laymiz dedi. Alloh taolo aytayaptiki, agar shu gaplaringizda sodiq bo'lsalaringiz, qani mana bu narsalarni to'g'risida menga xabar beringlarchi. Bir taraf boshqa tarafdan amalda, xizmatda fazilatli bo'lishlik uchun ilmda fazilatli bo'lishlik. Ilmda fazilatli bo'lgan, amalda ham, xizmatda ham fazilatli bo'ladi. Qani Alloh taolo so'rayapti. Odam alayhissalomning fazilatini ko'rsatyapti. Va shu narsaga diqqat qilinglarki, Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratib, sajda qilishlikka buyurganda farishtalar sajda qilishdi. Sajda qilganidan keyin bu ilm masalasini qilyapti Alloh taolo. Masalan, Alloh taolo farishtalarga oldin dalil ko'rsatib, Odam alayhissalomga ilm o'rgatib, Odam alayhissalomni farishtalardan ham olimligini isbot qilgandan keyin sajda qilishga buyurgani yo'q. Dalilsiz holatda farishtalar sajda qilib bo'lishdi, undan keyin Alloh taolo ilm o'rgatib, keyin qani mana ko'raylikchi kim ilmi ustun ekan, kim ilmi ko'p ekan deyapti. Va bu yerdan masalan oddiy misol keltiradigan bo'lsak, ya'ni shar'iy masalalarda hozirgi taraqqiyot qilgan ilmlarda ilmi ko'p bo'lgan odamni fazilati ko'pligi ma'lum. Oddiy misol keltiraman. Bir odam bozorga borib ikkita mardikor olib kelgan ekan. Ikkita ishchi. Mardikor degani forscha kalima. Ish qiladigan, ya'ni ish erkagi degan ma'noda, ish kishisi degan ma'noda. Mard erkak degani kor ish degani. Ish qiluvchi, ya'ni ishchi. Ikkita ishchi olib kelibdi o'tin yorishlik uchun. Bittasi nihoyatda kuchli, bolda uni qo'lida yoryapti. Ikkinchisi zaif odam, faqat u yormayapti, lekin unga ko'rsatyapti. Mana bu yerga urgin deyapti. Ponalarni qo'yyapti, ushlab turibdi, yo'lda ko'rsatyapti. Kechasi ishni bitirgandan keyin polvonga berganlar, o'tini yorganga bergan ujratini 2 barobarini narigisiga beribdi. Keyin odamlar hayron qolibdi. Bu polvon qildi-ku ishni hammasini. Nimaga siz bunga ko'p beryapsiz? Shunda u odam aytgan ekanki, agar bu bo'lmaganda u polvon bitta ham o'tinni yora olmas edi. Kuchli borligi kifoya qilmaydi. O'tinda o'zin uradigan yerlari bor. O'sha uradigan yeriga urasiz, osongina yoriladi. Bo'lmasam noto'g'ri yeriga uraverasiz. Siz kesaman deb qasam ichasiz, o'tin kesilmayman deb qasam ichadi. Charchaganingiz qoladi xolos. Qarang, har bir narsada ilm bo'lishi kerak. Ilm bo'lsa oson bo'ladi. Ilm bilan fazilatli bo'lyapti. Va yana ilmni fazilati ma'lum bo'lyaptiki, Odam alayhissalomni farishtalardan afzalligini isbot qilishlik uchun Alloh taolo ilm o'rgatdi. Demak, fazilat ilmda ekan. Masalan, Odam alayhissalomga Alloh taolo quvvat berib farishtalarga aytmadiki, qani kim kurashadi demayapti-ku. Kuch-quvvatda emas fazilat. Ya'ni kuch-quvvatda ham fazilati bor, ammo ilmning muqobilida bu past qoladi u. Ilm undan afzaldir. Yoki Alloh taolo Odam alayhissalomga nihoyatda go'zal toshlar, qiymatbaho narsalar, matolar berib turib, qani sizlarda bormi demayapti. Fazilat bunday mol-u davlatdan, qiymat bilan bo'lmaydi. Haqiqiy fazilat ilm bilan bo'ladi. Shuning uchun ilmni mahkam ushlashlik kerak. Odam alayhissalomning yo'lini mahkam ushlab, ilmni mahkam ushlasangiz, Odam alayhissalomga tavozu qilgan farishtalar sizga ham tavozu qilishadi. Payg'ambarimiz alayhissalom buni sahih hadisda aytadilarki, talib ilmdan farishtalar rozi bo'lganligidan qanotlarini uning yo'liga to'shaydilar. Siz yurganingizda farishtalarning qanotida yuribsiz. Qarang. Ilmning fazilati Odam alayhissalomdan boshlab qiyomatgacha davom etaveradigan narsa bu. Qayting ilm yo'liga, Odam alayhissalomning yo'liga qayting, ilmni mahkam ushlang, aziz bo'lasiz, unga shak shubha yo'q. Farishtalardek zotlar qanotini siz oyog'ingizni tagiga qo'ygandan keyin boshqa hammasi xolamasa sizga tavozu qiladi. Xolamasa. Insonlar va jinlar va hammasi, hukumat hammasi. Fihar Ulumuddinda Imom G'azzoliy aytadilarki, podsholar odamlarni boshqaradi. Podsholarni olimlar boshqaradi. Hamma shunday. Islomiy podsholarni ham kuzating, olimlar boshqaradi. Kofir podsholarni ham kuzating, olimlar boshqaradi. Mana Putin chiqib gapiradi, shunga professorlar yozib beradi unga ma'lumotlarni. O'rgatishadi, chiqib shuni gapiradi. U o'zi o'tirib kitoblardan tekshirib qilmaydi uni, vaqti yo'q. Yoki Obama chiqib gapiryapti, butun ma'lumotlarni professorlar, olimlar tayyorlab beradi. Musulmonlardagi ham shunday.
Qarang, olimlar boshqaradi podsholarni. Ilmning fazilati nihoyatda ko'p. Ilm bilan Alloh taolo Odam alayhisalomning afzalligini ko'rsatdi. Va yana bir muhim masala hal bo'lyapti. Mu'tazila bilan ahli sunnat o'rtasida ixtilof bor. Ahli sunnat aytadiki, payg'ambarlar farishtalardan afzaldir deydi. Mu'tazila aytadiki, yo'q deydi. Odam zoti farishta zotidan afzal bo'lishi mumkin emas. Chunki odam zot baribir xato qiladi. Farishtalarda xato yo'q-ku, qanday qilib ulardan afzal bo'ladi deydi. Mana Odam alayhisalom butun farishtalardan afzal bo'ldilar. Farishtalardan talab qilinganda nima dedi ular? Farishtalar qani ko'rsatchi, qaysinisini aytaylik? Bilganimizcha aytamiz dedimi? Yo'q. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Farishtalar aytdiki, subhanak, ey Alloh, sen poksan, bizga hech qanday ilmimiz yo'q. La ilma lana. Bizga hech qanday ilmimiz yo'q illa ma 'allamtana. Faqatgina sen bizga o'rgatgan ilm bor, xolos. Ya'ni seni o'rgatgan ilmingdan boshqa ilmimiz yo'q. Farishtalarning odobini qarang. Bu yerda Alloh subhanahu va taoloning talabi, hozir bu yerda farishtalar shuni qilinglar, sizlarga yaxshi bo'ladi degan ma'noda emas. Ya'ni Odam alayhisalomga teng kelolmaysizlar degan ma'noda bo'lyapti. Shuni farishtalar tushunganligi uchun bizning ilmimiz yo'q, faqatgina sen o'rgatgan ilm bor, xolos deyishyapti. Bunday holatda ilmni izhor qilishlik, ya'ni nomunosib bo'ladi, beadablik bo'ladi. Endi bu odobni o'rganaylik farishtalardan. Masalan, dadingiz g'azabingiz keldi sizga, aytdiki, boyib qoldingmi sen, chiqar pulingni desa, bor pulingizni chiqarmang. Aytingki, yo'q pulimiz albatta. Biz o'zimiz ham, pulimiz ham sizniki, biz sizning mulkingizmiz. Alloh rozi bo'lsin, yoshligimizdan bizni tarbiya qildingiz, katta qildingiz deng. Yoki masalan, sportchi ustozingiz achchig'i kelib qoldi, kuchayib qoldingmi, chiq maydonga desa, mayli hozir biroz dam olay demang. Nafasimni rostlab olay demang. Ayting, ustoz, kechirasiz, xato bo'ldi bizdan. Qarang, farishtalar aytayapti, biz hech qanday ilmimiz yo'q-ku deyapti. Haqiqatan ham to'g'ri. Farishtalarda ham, payg'ambarlarda ham hech kim hech qanday ilmi yo'q. Hammasi Alloh tarafidan. Alloh o'rgatadi butun ilmlarni. Va shu yerdan ma'lum bo'lyaptiki, butun ilmlarning asoschisi Alloh subhanahu va taolodir. Butun ilmlar hammasi Alloh tarafidan keladi. Diniy ilmlar ham, dunyoviy ilmlar ham. Hozir bu kompyuter kashfiyoti yoki Mercedes, Jeep bo'lsin, bu tayyoralar, sayyoralar hammasi Alloh tarafidan o'rgatilib turgan ilm bular. Farishtalarning odobidan payg'ambarimiz alayhisalom o'rgandilar. Payg'ambarimiz alayhisalom bilmagan narsasini bilmayman derdilar. Bir kuni bir odam kelib so'radi, yerlarning eng afzali qayer deganda aytdilarki, bilmayman, Jibrildan so'ra, keyin aytaman dedilar. Jibrildan so'radilar, Jibril aytdi, men ham bilmayman, Allohdan so'ray, keyin aytaman. Allohdan so'radi, Alloh taolo aytdiki, yerlarning eng afzali masjidlardir. Eng yomoni bozorlardir, dedi. Shuning uchun biz zamondagi musulmonlar masjidlarga bormaydi, bozorlarga borishadi. Doim bozorlarda yurishadi. Shu hadisga amal qilishadi. Qarang, hatto payg'ambarimiz alayhisalom bilmayman agar Jibril aytmasa deyapti. Jibril ham aytayapti, Alloh aytmasa men bilmayman deyapti. Sahobalar ham shunday edi, bilmagan narsasini bilmayman deydi. Ya'ni bilmagan narsani bilmayman deshlik bu omonatdir. Bilmagan narsani bilishlikni da'vo qilishlik xiyonatdir. Kazzoblikdir. O'ziga ham xiyonat, Allohga ham xiyonat, dinga ham, butun insoniyatga xiyonatdir. Imomlarning tarixiga qarasangiz, imomlar tarixida ham shunday. Imom Azamdan bir necha masalalar mashhurki, bilmayman deganlar. Shu oyat hadislarga amal qilgan holatda. Ahmad bin Hanbalda ham bor, Imom Shofiyda ham bor, Imom Malikda ham bor. Hatto Imom Malikda, ya'ni bir majlisda 48 ta savol so'raldi, 12 tasiga javob berdilar, boshqalariga javob bermadilar. Ya'ni qanchasini bilmayaptilar. Uyalmasdilar. Bu iymon, bu taqvo, bu bilmagansizni bilmayman deyishingiz kerak. Ali radhiyallohu anhu bir kuni minbarda va'z qilyap turganlarida bir kishi bir savol so'rabdi, u kishi bilmayman debdilar. Shunda bu odam aytdiki, e'tiroz qilib, "Nimaga bilmaysan sen buni? Payg'ambarning jiyani bo'lsin, kuyovi bo'lsin, 4-xalifa bo'lsin, shuncha fazilating bo'lsa, shuni bilmaysanmi? Buni bilmasang, ilming oz bo'lsa, nimaga minbarga chiqib olding sen?" deb e'tiroz qildi. Ali aytibdiki, Ali roziyallohu anhu, shu ilmim oz bo'lganligi uchun mana shu minbarda o'tiribman. Shu ilmimga yarasha. Agar meni jaholatimga yarasha ko'tarsalaringiz, osmonga chiqib ketar edim. Ilmimga yarasha bo'lganligi uchun shu kichkina minbarda o'tiribman-da, agar jaholatimga qarab meni ko'tarsalaringiz, osmonga chiqib ketaman degan ekanlar.
Ayni shunga o'xshagan chiroyli gapni Abu Yusuf aytganlar. Abu Yusufdan bir fatvoni so'rashganda bilmayman deganlar. Aytishganki, bu qanaqa gap bu? Abu Hanifaning eng katta shogirdi bo'lsangiz, dunyoda hamma qozilarda imomi, rahbari bo'lsangiz, ustozi bo'lsangiz va shunchalik sizning ilmingiz ozmi? Sizga xazinadan shuning uchun pul berilyaptimi? Deganda Abu Yusuf, albatta shu ozgina ilmimga menga xazinadan pul berilyapti. Agar meni jaholatimga pul berilsa, xazinalar yetmaydi. Bilmagan narsamga pul beraman desa, xazinalar yetmaydi, bo'shab qoladi hamma xazinalar, degan ekanlar. Qarang, tavozu qilishyapti. Shuning uchun biz ham tavozu qilaylik, Allohdan qo'rqaylik, bilmagan narsamizni bilmayman deylik. Nima qilamiz o'zimizga zulm qilib? Farishtalar aytayapti, la ilma lana, ilmimiz yo'q deyapti. Innaka antal alimul hakim, albatta sen o'zing biluvchi, hikmatli zotsan. Har narsani bilasan va hikmatli zotsan. Haqiqatda Alloh taolo har narsani biladi va har bir ishlarda hikmatlar bor. Bismillahirrohmanirrohim. Innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udzu billahi min shururi anfusina va sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Astaghizu billah. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasi 33-oyatda aytayaptiki: "Qala ya Adam anbi'hum bi asmaihim." Alloh taolo aytdiki, ey odam, ularga bu narsalarning, ya'ni farishtalarga bu narsalarning ismlari to'g'risida xabar ber. Tafsirda shayx aytayapti mana, qala ta'ala. Alloh taolo aytdiki, ya Adam anbi'hum ay al-malaikata. Hum zamir farishtalarga qaytyapti. Bi asmaihim al-musammayati. Yuqorida Alloh taolo butun narsalarning ismini o'rgatgan edi. O'sha musammolarning ismlarini, ataluvchilarning ismlari to'g'risida xabar bergan. Fasamma kulla shay'in bi ismihi. Alloh subhanahu va taolo mana shu buyrug'idan keyin Odam alayhisalom har bir narsani ismi bilan atab berdilar. Aytib berdilar. Va zakara hikmatahu allati khuliqa laha. Va har bir narsaning hikmatini zikr qildilar Odam alayhisalom. Shunday bir hikmatiki, u narsalar mana shu hikmat uchun yaratilgan edi. Ya'ni qaysi bir hikmat uchun yaratilgan bo'lsa, o'sha hikmatlarini ham zikr qilib berdilar. Odam alayhisalom mana shu darajada olim edilar. Ya'ni payg'ambar. Har bir narsani ismini ham biladi, nimaligini biladi, haqiqatini biladi va nima uchun yaratilgan unisini ham biladi. Masalan, hozir kofirlar ilmni da'vo qilishadi, ko'p narsani bilmaydi ular. Otini bilsa haqiqatini bilmaydi. Haqiqatini bilsa nima uchun yaratilganligini bilmaydi. Yana uyalishmasdan Odam alayhisalomga tosh otishadi. Insoniyatning avvalgi kishilariga tosh otishadiki, insoniyatning boshlanishi yovvoyilik bilan boshlangan, u bo'lgan, bu bo'lgan, libosni nimaligini bilmas edi, taom pishirishni bilmas edi, deb tuhmatlar qilishadi. Vaholanki Odam alayhisalom mana bu darajada katta olim edilar. Shuning uchun kimiki u kishini johil desa, ya'ni insoniyatning boshlanishi jaholat desa, yoki hech narsani bilmas edi, ular vahshiy insonlar edi, yovvoyi insonlar edi desa kofir bo'ladi. Falamma anba'ahum bi asmaihim. Odam alayhisalom farishtalarga bu narsalarning ismlarini xabar berganda, qala ta'ala lahum muwabbihan. Alloh taolo farishtalarga qattiq gapirgan holatda aytdiki, alam aqul lakum inni a'lamu g'oybas samawati wal ard. Men sizlarga osmonlar va yerning g'aybini bilaman deb aytmadimmi? Ya'ni ma g'oba fihima. Yer osmonlarda g'ayb bo'lgan, ya'ni boshqalar bilmagan narsalar hammasini bilaman deb aytmadimmi? Va a'lamu ma tubduna ma tuzhiruna min qawlikum. Va sizlarni ochiq qiladigan narsalaringizni bilaman deb aytmadimmi? Tubdun mana ma tuzhirun degani. Izhor qiladigan narsalaringiz. Min qawlikum so'zlaringizdan. Ya'ni ataj'alu fiha. Yuqorida oyatda keldi-ku, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha va yasfiku ad-dima. Va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak dedilar.
Alloh aytayaptiki, sizlarning shu izhor qilgan, ochiqchasiga aytgan narsalaringizni ham bilaman. Va ma kuntum taktumun, va sizlar yashiradigan bo'lgan narsalaringizni ham bilaman deb aytmadimmi sizlarga? Taktumun mana tusirrun min qawlikum, ya'ni o'sha so'zlaringizdan ba'zilarini yashirib aytardilaringiz. La yakhluqa akrama alayna minna wa la a'lam. Ya'ni Alloh taolo bizdan ko'ra mukarram, bizdan ko'ra bilimliroq, ilmliroq maxluqni hech qachon yaratmaydi deb o'zlaringizni o'rtalaringizda aytgan edilaringiz. Men shularni ham bilaman deyapti Alloh taolo. Endi bu tafsirdan tashqari tafsir, mana bu oyat yana Odam alayhisolamning fazilatini ko'rsatyapti. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisolamga bunchalik fazilat berdimi? U kishining sababidan butun odamzod, ya'ni butun insoniyat mana shu fazilatning sohibi bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo mana insonga shu darajada katta fazilat va daraja berdi. Endi inson o'zini xorlamaslik kerak. O'zini o'zi rasvo qilmasin, qadrsiz qilmasin. Fazilatini razolatga aylantirmasin. Agar inson o'zini o'zi xor qiladigan bo'lsa, shuncha fazilatlarni zoya qiladigan bo'lsa, albatta u jahannamga o'tin bo'lishga haqli bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo uni jahannamga qo'yadi. Va yana bir masala yuqorida ham aytdik, Odam alayhisolamning fazilatini Alloh taolo ilm bilan isbotlayapti. Ya'ni Odam alayhisolamga ilmni o'rgatdi. Demak, ilmning fazilati nihoyatda muhimdir. Har qanday inson ilmni mahkam ushlasin. Ilmsiz inson insoniydan chiqib ketadi. Mana ko'rib turibmiz qancha insonlar hayvondan battar bo'lib ketyapti. Xususan kofirlar hayvonlar bilan birga yashab yurishibdi, hayvondan battar bo'lishib, nimaga? Ilmsiz bo'lganliklari uchun. Alloh taolo buyurdi Odam alayhisolamga, Odam alayhisolam butun narsalarni aytib berdilar. Farishtalar indamay eshitib o'tirishibdi. Butun narsalarni xabar berib bo'lgandan keyin Alloh taolo aytdiki, men sizlarga aytmaganmidim? Osmonlar va yerning g'aybini men bilaman deb deyapti. Mana g'aybni bilaman deb Alloh taolo o'zini maqtashligidan ma'lum bo'lyaptiki, g'aybni Allohdan boshqasi bilmas ekan. Agar hammani biladigan narsasi bo'lsa, Alloh taolo maqtanmas edi bu narsa bilan. Masalan, siz 30 kilolik tosh ko'tarasiz, ukangiz 15 kilolik tosh ko'taradi. Va 20 kilolik tosh ko'taradi. Men 15 kilolik toshni ko'taraveraman deb maqtanmaysiz-ku. Maqtansangiz aqlga xilof bo'ladi, qabih bo'ladi. G'aybda agar Allohdan boshqasi biladigan bo'lsa, Alloh taolo inni a'lamu g'aybas samawati val ard. Albatta men osmonlar va yerning g'aybini bilaman deb o'zini maqtashligi bekor bo'lib qoladi. Ma'nosiz bo'lib qoladi. Shunda ma'lum bo'lyaptiki, yer osmonlarning g'aybini faqatgina Alloh bilar ekan. Osmonlardagi va yerdagi g'aybni faqat Alloh biladi, Allohdan boshqa hech kim g'aybni bilmaydi. Payg'ambarlar ham, avliyolar ham, farishtalar ham hech kim, hatto Jibril alayhisalom, mana farishtalarning eng afzali, shu kishi ham g'aybni bilmaydilar. Alloh taolo butun narsalarni biladi. Ya'ni nima bo'lgan, Odam alayhisalomning yaratilishligidan oldin nima bo'ldi, nima bo'lyapti, keyin nima bo'ladi, hammasini biladi Alloh taolo. Lekin mahluqlar bilmaydi. Ya'ni farishtalarga aytayapti. Yuqorida Alloh taolo aytdi-ku buni, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Albatta men sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman degan edi. Shunga ishora qilyapti. Men sizlarga aytmovdimmi, yer osmonlarning g'aybini bilaman deb. Va albatta shu sahifani boshidayoq va iz qala robbuka lil malaikatini tafsirda aytdik. Bundan oldin ham Alloh subhanahu va taolo farishtalarga mana shu mavzularda xabar bergan edi. Yoki bundan oldin ham Alloh subhanahu va taolo g'aybni biluvchiligini va Allohning butun ilmida hikmat borligini bildirgan. Farishtalar buni biladi. Alloh taolo ularga eslatyapti. Qarang, farishtalardek zotlarga Alloh taolo eslatyapti. Men bilaman deyapti yer va osmonlarning g'aybini. Odam alayhisalomning yaratilishligi va uni yaratilishligidagi buyuk hikmatlarni Alloh taolo biladi. Hech kim Odam alayhisalomning yaratilishligi-yu, u kishining yer yuzida Allohning hukmlarini qoyim qiladigan va Allohga yomon ko'rilgan, Allohning g'azabiga sabab bo'ladigan narsalarni yo'qotishlikka harakat qiladigan bir shaxsiyat bo'lishligi Allohning ilmida mavjud edi. Inson yaratilgandan boshlab qiyomatgacha bo'ladigan nihoyatda buyuk hikmatlar, buyuk masalalar va shirk bilan kufr, uning muqobilida islom bilan iymon o'rtasidagi mujodala, kurashish, bular hammasi Allohga ma'lum edi. Va a'lamu ma tubduna, va sizlarning izhor qiladigan, ochiqchasiga aytadigan narsalaringizni bilaman.
Hozir bu yerda tubduna izhor qiladigan deb mutlaq kelganligi uchun bu so'z bo'lsin, amal bo'lsin, ikkalasiga ham tegishli bo'laveradi. Lekin Imom Suyuti qavl deyaptilar. Ma tuzhiruna min qawlikum so'zlaringiz deb atajalu fiha degan oyatiga ishora qilyapti. Bu ham to'g'ri, lekin oyatning hammasi emas. Bu tafsir to'g'ri. Tafsirda boshlayotganimizdek, mufassirlar bir oyatning dalolat qiladigan tafsirini hammasini keltirishmaydi. Ba'zilarini keltirib, bizni fikrimizni ochib ketaveradi ishora qilib. Lekin Alloh taolo aytayapti, ma tubdun deyaptimi, sizlar izhor qiladigan narsa deyaptimi? Izhor qiladigan narsa so'z bo'lishi ham mumkin, amal bo'lishi ham mumkin. Ya'ni ikkalasini ham o'zini ichiga oladi. Ma umumiy kalima, usul kitoblarda o'qiyapsizlar-ku. Umumiy kalimadir, o'zini ichiga olaveradi. Bir narsaga xos emas, muayyan emas. Albatta farishtalar Alloh taologa shu gapni gapirganda, Alloh taolo gapini ham bildi, ularda hay'ati, ko'rinishi, holatlarini ham bildi. Va yana undan boshqa masalalar ham bo'lishligi mumkin. Faqatgina bu oyatga tegishli emas. Lekin bizga aniq ko'rinib turgan, bilinib turgan masala qavli atajalu fiha ma yufsidu fiha va yasfiku dima degan so'zlari. Farishtalarning keyingi holatlarini ham Alloh taolo juda yaxshi biladi. Qanday bo'ladi ular? Va ma kuntum taktumun va sizlarning yashiradigan bo'lgan narsalaringizni deyapti. Mana endi bu o'tgan zamonga aylanib ketdi. Kuntum degan mozi kelyapti. Yashiradigan bo'lgan deyapti. Lekin tubduna muzori bo'lib kelgan edi. O'sha vaqt va kelasi zamonga dalolat qilaveradi. O'sha vaqtda bo'lib turgan va kelasi zamonda bo'ladigan ishlarni hammasini Alloh taolo bilar edi. Endi kuntum kelgandan keyin o'tgan zamonga dalolat qilyapti-da, yashiradigan bo'lgan deyapti. Buning ikkita tafsiri bor. Bittasi Suyutini zikr qilgandek, farishtalar o'zlarining o'rtalarida o'tirishib, ya'ni boshqa mahluqlarni ko'rishdi, qarashdi. Aytdiki, mahluqlar ichida alhamdulillah Allohga hamdlar bo'lsinki, eng ilmlisi va eng mukarram, eng taqvodor, eng ibodatgo'y va Allohning xizmatiga qoyim bo'lgan bizmiz alhamdulillah. Bizdan afzal maxluq yo'q deb xursand bo'lishdi. Uni faxrlanib, kibr qilib yoki boshqalarni pastga urib aytgani yo'q. Xursand bo'lgan holatda aytishdi. Alloh taolo shuni aytayapti. Sizlar buni o'rtalaringizda aytgandilaringiz, menga aytmagandilaringiz. Buni ham men bilaman deyapti. Ba'zi mufassirlar aytadiki, yana ko'p tafsirlarda keladi, farishtalarning ichida o'sha vaqtda shayton bor edi, iblis. Alloh subhanahu va taolo odamni yarataman dedi va Odam alayhisolamni loydan yaratdi. Loy quriyab turgan vaqtida hali jon kirgani yo'q, ruh kirgani yo'q. Shayton keldida Odam alayhisolamni tomosha qildi. Atrofida aylanib tomosha qilib aytdiki, seni jan mukammal qilib yaratibdi-da. Agar menga itoat qiladigan bo'lsang, xor qilaman seni dedi. Agar men senga itoat qilishlikka buyurilsam, itoat qilmayman abadan dedi. Senga itoat qilmayman dedi. Boshidan aytayapti, qani buyruq kelishdan oldin kibr qilyapti shayton. Kibr qilib aytayaptiki, agar Alloh taolo meni senga itoat qilishlikka buyursa, itoat qilmayman senga deyapti. Agar seni menga itoat qildiradigan bo'lsa, seni xor qilaman deyapti. Xor qilaman deyishligi ham joiz emas, qarang. Itoat qilmayman deyishligi ham joiz emas. Ikkala holatda ham gunohkor bo'lyapti u. Demakki, Alloh taolo shaytonni sajda qilishlikka buyurmagan taqdirda ham baribir gunohkor bo'lardi. Lekin buyurdi Alloh taolo sajdaga, lekin sajda qilmadi. Alloh taolo shuni aytayapti, shuni ham men bilaman deyapti. Farishtalarning ko'pini xabari yo'q. Ammo ichlaringizda shayton shunday degan edi, undan ham xabarim bor dedi. Bilaman uni. Hamma narsani biladi-ku Alloh taolo. Va yana oyatda taxsis kelmaganligi uchun bundan boshqa narsalar ham. Bundan boshqa narsalardagi farishtalar o'rtalarida gaplashadi, uni Alloh taolo biladi hammasini. Lekin farishtalar hech qachon shariatga xilof gapni gapirmaydi. Yuqoridagi oyatlarda aytdik, buni esdan chiqarmaylik. Keyingi oyatda va uzkur. Mana iz kelyapti, iz sababidan uzkur. Va eslagin ey Muhammad alayhisalom. Va ey Qur'on o'qiyotib turgan odam eslang. Iz qulna lil malaikati. O'shanda biz farishtalarga aytdikki, usjudu li Adam, odamga sajda qilinglar. Sujuda tahiyatin bil inhina. Bu qanday sajda bu? Egilishlik bilan bo'lgan olqishlashlik sajdasi. Tahiyya ko'rishlik. Egilishlik xolos. Ya'ni boshini yerga qo'yishlik emas. Biz namozda sajda qilamiz, unda sajda emas deyapti Imom Suyuti. Egilishlik sajdasi deyaptilar. Bu ham muhim masala. Alloh taolo farishtalarni Odam alayhisolamga sajda qilishlikka buyurdi. Fasajadu. Farishtalar hamma sajda qildi. Qarang, fasajadu. Hamma farishtalar sajda qildi.
Endi shu sajda qanday edi? Oyatning zohiri haqiqiy sajdani ko'rsatyapti. Sajda nima degani? Sajda lug'atda inson peshonasini yerga qo'yishligi degani. Wad'ul jabhati 'ala al-ardi. Peshonani yerga qo'yishlik sajda deb ataladi. Lug'atdagi ma'nosi shu. Endi bu lug'atdagi ma'nodan boshqa ma'noga burishlik uchun dalil bo'lishlik kerak. Ya'ni egilish deyishingiz haqiqiy sajda emas. Usul kitoblarda o'qiyapsizlar-ku. Haqiqat, sajdadagi haqiqat peshonani yerga qo'yishlik. Egilishlik esa majoziy ma'nosi bo'ladi. Majozga o'tishlik uchun usul kitoblarda o'qiyapsizlar, boshqa bir dalil bo'lishlik kerak. Imom Suyuti nimaga buni egilish deyaptilar, majoziy ma'noga buryaptilar? Chunki ba'zi bir pirparastlar, shayxparastlar, qabrparastlar o'zlarining pirlariga, shayxlariga, ustozlariga yoki podshohparastlar podshohlariga sajda qilishadi. Qabrlariga sajda qilishadi. Va aytishadiki, bu joiz, bu shirk emas deydi. Biz ibodat qilamiz deb sajda qilganimiz yo'q deydi. Uni Xudo deb sajda qilganimiz yo'q. Biz pirimizni, ustozimizni yoki podshohimizni yo raisimizni Xudo deb sajda qilmayapmiz. Uni hurmat qilishlik uchun, ikrom uchun, ta'zim uchun sajda qilyapmiz xolos. Bu esa joiz. Mana Qur'onda kelgan farishtalar Odam alayhisolamga sajda qilgan-ku. Farishtalar mushrik bo'ldimi? Agar farishtalarning odamga sajda qilishligi shirk bo'lsa, Alloh taolo shirkka buyurgan bo'ladi, demak, shirk emas ekan. Agar shirk bo'lsa, farishtalar mushrik bo'lish kerak edi. Alloh taolo ularni mushrik bo'lishga buyurmaydi-ku. Demakki, joiz ekan. Biz ham shuning uchun sajda qilyapmiz deydi. Islomda man qilingan sajda ibodat niyatida bo'lsa va sajda qilinib turgan tarafni iloh deyilsa, shunda joiz emas deyshadi. Imom Suyuti ularni rad qilishlik uchun bu haqiqiy sajda emas bu deyapti. Tushundingizmi? Shuning uchun ketyaptilar. Bu tafsirga shuning uchun o'tyaptilar. Farishtalar egildi deyapti, sajda qilishgani yo'q deyapti. Bu bir qavl. Ikkinchisi, farishtalar Odam alayhisolamga sajda qildi. Lekin farishtalarning Odam alayhisolamga qilgan sajdasi bizning Ka'baga qilgan sajdamizga o'xshaydi. Mana Ka'baga boramiz, Ka'bani oldida sajda qilyapmiz. Mana hozir hammamiz qiblamiz Ka'ba, to'g'rimi? Ka'ba tarafga sajda qilyapmiz. Farishtalarning ham odamga sajda qilishligi bizni Ka'baga sajda qilishimizga o'xshaydi. Ya'ni farishtalar Alloh uchun sajda qilishdi, Alloh buyurganligi uchun. Allohga ibodat bo'lsin deb sajda qildi. Odamga ibodat bo'lsin deb emas. Bu sajda odam uchun bo'lsin deb emas. Biz mana Ka'ba tarafga sajda qilganimizda Ka'ba uchun qilmayapmiz-ku. Qarang, Ka'baga sajda qilyapmiz. To'g'rimi? Ammo Ka'ba uchun qilmayapmiz, Alloh uchun qilyapmiz. Va nima uchun Ka'baga qarab sajda qilyapmiz? Alloh buyurganligi uchun. Nima endi hozir biz mushrik bo'ldikmi? Ka'ba ham maxluq-ku. Alloh emas-ku. Allohning sifati ham emas. Bir maxluq, bir uy, to'g'rimi? Toshlardan qurilgan, shu dunyoni toshlardan qurilgan bir uy. Mushrik bo'lmayapmiz-ku biz. Demak, Odam alayhisalom bilan Ka'baning masalasi bir-biriga o'xshaydi. Mana shu tafsir eng to'g'ri tafsir. Nimaga? Sajdani haqiqiy ma'nosidan boshqaga burmaysiz. Farishtalar sajda qildi. Alloh rizosi uchun, Alloh hukmiga itoat qilib va Allohga ibodat qilgan holatda. Odam xuddi qiblaga o'xshadi xolos, Ka'baga o'xshadi xolos. Ba'zi ulamolar shu gapdan hayajonga kelib, odam farishtalarning qiblasi bo'ldi deydi, u noto'g'ri. Qiblasi bo'ldi degani emas. Bunda doim odamga qarab sajda qilishlari kerak bo'lib qoladi. Yo'q. O'sha vaqtda Ka'baga o'xshab qoldi. Uchinchi javob, o'tgan shariatlarda Allohdan boshqasiga hurmat qilishlik uchun sajda qilsa bo'laverar edi. Keyin bizning shariatimizda man qilindi degan javob bor. Bu javob ham zaif javob. Buni ham ba'zi katta ulamolar zikr qiladi, lekin zaif javob bu. Hech qaysi payg'ambar o'zining shariatida Allohdan boshqasiga sajda qilishlikka izn bermagan. Keyingi ummatlar, mana yahudiylar o'zlarini papazlariga, nasroniylar o'zlarining papazlariga sajda qilishyapti, o'zlarining mullalariga. Bu hozirgi musulmon sufilar o'zlarining pirlariga sajda qilyapti turganidek. Islomda joiz emas, lekin bular oyat hadislarni buzib joiz qilgan. Yahud nasroniylar ham shunday. Ularda ham joiz emas edi-yu, Dajjal olimlari shuni joiz deb fatvo berdi. Fasajadu, farishtalar sajda qildi. Bu yerda ikkita savol bor. Biri, farishtalarning hammasi sajda qildimi yo ba'zisimi?
Ya'ni o'sha yerda Alloh subhanahu va taolo bilan suhbatlashib turgan, Alloh bilan gaplashib turgan farishtalargina sajda qildimi? Yoki osmonlardagi, yerdagi butun farishtalar? Farishtalar ko'p-ku juda. Osmonda farishtalar bor, yerda farishtalar bor. Ba'zi ulamolar aytadiki, tafsirda faqatgina o'sha Alloh bilan gaplashib turgan va Odam alayhisalomni yaratilingan xilqatini ko'rib turgan farishtalar sajda qildi xolos deydi. Boshqalar sajda qilmadi deydi. Shu tafsir eng to'g'ri deydi, ammo to'g'ri emas bu. Nimaga? Boshqa bir oyatda fasajadal malaikatu kulluhum deydi Alloh taolo. Farishtalarning har bittasi, qarang, kulluhum, kullu kalimasi istig'roq uchun. Afrodlarni chuqurlashtirishlik uchun. Farishta deb ataladigan narsaning har bittasi sajda qildi. Tushundingizmi? Kulluhum, har biri. Demak, osmondagi farishtalarning hammasi va yerdagi farishtalarning hammasi sajda qildi. Ikkinchi savol shuki, endi butun farishtalar sajda qiladigan bo'lsa, ular navbatdan sajda qildimikin yo birdaniga sajda qildimikin degan savol. Ba'zi mufassirlar aytadiki, navbatdan sajda qilishdi. Masalan, avvaliga o'sha majlisda bo'lgan farishtalar, keyin undan keyingilar bo'lib yergacha tushdi bu tartib degan qavul bor, lekin bu ham zaif tafsir bu ham. Men bularni qasddan aytayapmanki, bor tafsir kitoblarida bor. Sizlar o'qiganlaringizda shayton sizlarga uni chiroyli ko'rsatib olmasin. Nimaga? Bu tafsir qanday zaif bo'lyapti? Yuqorida kelgan oyatda fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Hammasi ajma'un deyapti, jamoat holatida deyapti. Hammasi birdaniga deyapti. Qur'onda kelyapti bu. Boshqa oyatda Alloh taolo farishtalarning har bittasini yoppasiga sajda qilganligini xabar berganligi uchun endi biz katta mufassirlar aytibdi-ku, falon tafsirda kelibdi-ku, falon katta olim aytibdi, muftiy aytibdi, alloma aytibdi deb oyatga xilof qilmasligimiz kerak. Qur'onni noto'g'ri tafsir qilib qo'ymaylik. Bu yerdan Alloh taoloning insonga bergan fazilatini qanchalik buyukligi ma'lum bo'lyapti, qarang. Va farishtalarning Allohga qanchalik bir itoatkorligi. Sanog'ini hech kim bilmaydigan, faqatgina Alloh biladigan darajada ko'p bo'lgan farishtalar Allohning bitta buyrug'iga ko'ra, ya'ni usjudu deydi, hamma sajda qildi birdaniga. Itoatni qarang. Biz farishtalardan Allohga itoat qilishni o'rganishligimiz kerak. Va bizga qanchalik qadr-qiymat bergan, uni bilaylik. O'zimizni xor qilmaylik. Lekin Iblis sajda qilmadi. Aba ibo qildi, ya'ni a'rada, yuz o'girdi sajda qilishlikdan. Vastakbara, va kibr qildi. Va kana minal kafirin, va kofirlardan bo'ldi. Bu yerda tafsirlarda mashhur masala, butun farishtalar sajda qildi, lekin iblis sajda qilmadi deganiga ulamolar aytadiki, nimaga iblis farishtalardan ajratilyapti, lekin iblis deyilyapti degan savolga ikkita javob berishadi. Birinchi javob shuki, chunki iblis ham aslida farishta edi. Shayton aslida farishta edi. Keyin sajda qilmaganligi uchun Allohning la'natiga qoldi, keyin badbaxt bo'ldi deydi. Va shuni ba'zi mufassirlar aytgan. Lekin bu xato, noto'g'ri bu tafsir. Iblisning asli farishta emas. Chunki farishtalar nurdan yaratilgan. Iblis jinlar o'tdan yaratilgan. Bu masalada juda katta ixtiloflar bor. O'tgan ulamolar juda katta ixtiloflar qilgan. Doim aytayapmiz, bu ixtiloflarni inson juda diqqat bilan tekshirishlik kerak. Chuqur nazar bilan, butun dalillarni o'rtaga qo'yib, butun ulamolarning so'zini o'rtaga qo'yib tekshirishligingiz kerak. Masalan, Muhyiddin Bag'aviy juda katta olim. Shu kishi ham aytganlar, shaytonning asli farishta deganlar. Ibn Abbosdan ham bir dalil bor, rivoyat borki, farishtalarning bir qabilasidan edi degan. Shularni olishib turib, masalan, bizning zamonimizda ham ba'zi mashhur olimlar, masalan, O'zbekistonlik mashhur olim Muftiy Muhammad Sodiq, u ham aytayotganki, jinning, ya'ni shaytonning asli, iblisning asli farishta edi, malak edi u. Agar farishta bo'lmasa, nimaga Alloh taolo uni farishtalardan istisno qilyapti, ajratyapti uni? deyishadi. Ammo bu xato fikr, noto'g'ri. Ibn Abbosning rivoyatiga kelsak, farishtalarning qabilasidan bo'lgan bittasi edi degani, qabilani ichida yurgan degani. Farishtalarning qabilasini ichida yurgan.
Shayton jinlardandir. Buni dalillari ko'p, hali Qur'onda ko'p ko'rasizlar. Shaytonni o'zi aytayapti, keyingi oyatlarda keladi. Xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin. Meni o'tdan yaratding deyapti. Va odamni loydan yaratding deyapti. Men nimaga unga sajda qilaman deyapti. Men undan yaxshiman deyapti. Ana xoyrun minhu. Men undan yaxshiroqman deyapti. Ko'rdingizmi? Shaytonni o'zi aytayapti, xalaqtani min nar, meni o'tdan yaratding deyapti. Shaytonni o'zi aytib tursa-ki, men o'tdan yaratilganman, men jinman deb tursa, endi olimlar yo'q, sen nurdan yaratilgansan. Deyishligi to'g'ri kelmaydi-ku. To'g'rimi? Shayton ham aytadiki, meni vasvasa qilyapsanmi deydi. Men aniq bilaman deydi, men o'tdan yaratilganman deydi. Bunga boshqa dalillar ham ko'p Qur'onda. Xullas shaytonning asli jindir, o'tdan yaratilgan. Lekin masalan, Odam alayhisalomdan oldin yer yuzida jinlar yaratilgan edi va jinlarga berilgandi yer yuzi. Ayni odamlarga o'xshab ular mukallaf edi. Ularga o'zlaridan payg'ambarlar jo'natilgan edi. Ularga Allohning kitoblari nozil bo'lgan, shariatga buyurilgan edi ular. Lekin jinlarning ko'pchiligi adashib ketdi, isyon qildi, gunohlarga botib ketishdi, Allohga xilof qildi. Hamma yo'lda fasod qilgandan keyin lekin ishlarda bor taqvodorlari. Bu shayton, iblis ularning taqvodorlaridan bittasi edi. U taqvodor bo'lganligi uchun uni darajasi yuksaldi, uni darajasi baland bo'ldi. Endi qanday qilib farishtalar ichida yurib tursiz, jinlar o'tdan yaratilganligi uchun o'tgan darslarda ko'p aytganmiz, o'tda har xil darajalari bor. Masalan, o'tindan chiqib turgandagi o'tga qarasangiz, o'tindan yangi chiqqan o't nurga o'xshab tiniq bo'ladi. Iblis o'sha yerdan yaratilgan. O'tda eng tiniq yeridan yaratilgan. Undan keyin qarasangiz, sal masalan qizil bo'lib, ko'k, sariq, har xil ranglari bor. O't ranglari. Shunda har yerlardan jinlar yaratilgan. O'tning qanchalik tiniq yeridan yaratilgan bo'lsa, u jinni xususiyati shunchalik ko'p bo'ladi. Shunchalik masalan uzoqqa uchaladi, har xil shakllarga kira oladi. Uni fazilati ko'p bo'ladi, xususiyati ko'p bo'ladi. Qanchalik tutunga yaqin yaratilsa, shunchalik uning xususiyati kam bo'ladi. U jinlar shunchalik zaif bo'ladi. Shuning uchun ba'zi jinlar bor, doim ilonni shaklida bo'ladi. Ba'zi jinlar bor, doim it shaklida bo'ladi. Ular uchalmaydi ular. Faqat o'sha ilonga o'xshab sudralib yurishga majbur, itga o'xshab qochishga majbur. Boshqa jinlar har xil suratlarga kirib ketaveradi. Uchadi ham. Bu yaratilgan yeriga qarab. Bu iblis o'tning o'sha tiniq yeridan yaratilgan edi. Minnarin, minnarijin, minnar deb kelyapti-ku. Qarang, o'tning eng tiniq yeridan yaratilgan deyapti. Val janna minnarijin minnar. O'tning eng tiniq yeridan yaratdi deyapti Alloh taolo. Shuning uchun iblis va unga o'xshagan tiniq yerdan yaratilgan shaytonlarning, jinlarda xususiyat ko'p. Farishtalarga o'xshab har tarafga uchadi ular. Har xil shakllarga kirishadi. Shuning uchun farishtalar bilan birga yuribdi. Albatta xohlagan yeriga bormaydi. Farishtalar bilan birga ibodat qilyapti. Va juda ibodatgo'ydi. Tafsirlarda keladiki, yer yuzida shaytonni, shu iblisni sajda qilmagan yeri qolmagan deydi. Shu darajada. Chunki u biladda ilm bor-ku. Masalan biz masjidda farz o'qigandan keyin nima qilamiz? Sunnatga turganimizda boshqa yerda o'qiymiz. Nimaga? Ikkita yerda o'qigan namoz bo'lsin. Ikkita yerda namoz o'qigan bo'laylik, ikkita yer qiyomatda bizga shohid bo'lsin deymiz. Guvoh bo'lsin deymiz. Shu ilmda shayton bilganligi uchun yer yuzida hamma yerda sajda qilyapti. Namozlarni har xil yerlarda o'qiyaptiki, shular hammasi menga qiyomatda guvoh bo'lsin deb. Va juda katta mujohid edi. Qattiq jihad qilar edi. Jihodning fazilatini bilar edi. Da'vatchi edi. Doim ilm o'qir edi, doim ilm berar edi. Ba'zida shu masalada endi shayton farishtalarga dars berar edi. Hatto Jibrilga ham dars berardi, devoradi. Uni dalili yo'q Qur'on hadisda. Ya'ni shayton endi farishtalarga ham dars berish uchun farishtalardan ham afzal bo'lishlik kerak. Lekin jinlar farishtalardan afzal emas. Farishtalardan Alloh taolo nurdan yaratdi. Jinlarni o'tdan yaratdi. Va butun ulamolar aytadiki, oyat hadislarda keladi, jinlarda sharorat, yomonlik ko'p, g'olib ularda. Shuning uchun qarang, shaytonlar insonlarni buzadiganlar ko'proq ulardan chiqyapti. Yomonlik vazifasi ularning bo'yniga qo'yildi. Va Jibril alayhisalom uchun tuhmat. Jibrildan iblisdan dars olgan deyishlik.
Bani Isroilotdan kelgan rivoyatlar ular. Yahud nasronlarning qissalari ular. Shayton shu darajada ediki, butun farishtaga dars berardi deb. Lekin muzokara bo'lishi mumkin. Muzokara qiladi albatta o'rtalarida. Mana farishtalar ham o'rtalarida muzokara qilishyapti-ku. Hattoki Allohga aytishdiki, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." O'rtalarida gaplashadi. Shuning uchun Alloh aytayapti, "A'lamu ma tubdun va ma kuntum taktumun." Qarang, shu oyatlarni bildiryaptiki, farishtalar o'rtalarida gaplashadi albatta. Siz bir kishi bilan ilm muzokarasi qilsangiz, uni shogirdi bo'lib qolmaysiz-ku. Farishtalar ham bu shayton bilan ilm muzokaralari qilishgan bo'lsa, shogird bo'lib qolmaydi ular. Undan siz masalan hayajonlanib ketib, shayton hammaga dars bergan ekan, to'g'rimi? Shu masala hozir internetda juda tortishilingan masala ekan. Juda yoshlar har tarafdan so'rab, shayton farishtalarga ham dars bergan, Jibrilga ham dars bergan degan gaplarni ba'zi mashhur da'vatchilar gapirdi. Bu qanday gap bu? Koreyada bizdan ham so'rashdi shu masalani. Men hozirgi gaplarda aytdim, bunga Qur'on hadisdan dalil yo'q. Isroiliy rivoyatlar. Haddan oshib ketmaslik kerak. Iblis shayton o'sha qattiq ibodat qilib, ilm o'rganib, shu darajaga chiqdi, farishtalar bilan birga yuradigan bo'ldi. Ammo doim farishtalar bilan birga yura olmaydi. Nimaga? Chunki farishtalar yemaydi, ichmaydi va ularda uylanishlikka, nikohlanishlikka hojati yo'q, ehtiyoji yo'q. Ammo jinda nafs bor. Shaytonda nafsi bor. U uylanadi, uni bola chaqasi bor. Va yeydi, ichadi ular. Shuning uchun doim farishtalar bilan birga yura olmaydi, farishtaga teng bo'la olmaydi ular. Och qolganda ajraladi. Farishtalar yemaydi, ichmaydi-ku. Va mana o'zini ayolning oldiga ketadi. Balki ayollari ham ko'pdir balki. Shuning uchun shayton hech qachon iblis farishtalardan afzal bo'la olmaydi. Ibodat, xizmat sohalarida birga yuribdi. Shuning uchun birga yurganligi uchun Alloh ajratdi uni. Tushundingizmi? Illa iblis deb istisnoni hikmati shu. Shuningga olib kelyapman bu gaplarni hammasini. Farishtalarning ichidan ajratayotganiga sababi farishtalarning ichida yurgan edi. Buni misoli shunga o'xshaydiki, bir uy yiqilyap turgan bo'lsa, uyning ichida 4 ta 5 ta odam bor va ya'ni 4 ta 5 ta qo'y, shunaqangi hayvonlar ham bor, echki, tovuqlar. Uy yiqilyap turgan bo'lsa, chiqinglar desangiz, odamlarning o'zi chiqib ketaveradimi? Yo'q. Hayvonlarni ham birga chiqarishga harakat qiladi. Chiqinglar deganingizda uxruju deyapsiz. Kimga xitob qilyapsiz? Insonlarga xitob qilyapsiz. Lekin qo'ylar, tovuqlar o'shda borki ular. Ular ham jonli narsa. Uy bosib qolsa, ularga ham zulm bo'ladi. Holat shunda qazo qiladiki, ularni ham chiqarishlik kerak. O'ziga zarar bo'lmaydigan holatda. Jin ham, shayton ham modomiki farishtalarning ichidamidi, o'sha vaqtda sajda qilishlikka buyurilyapti turganda, Alloh taolo sajda qilinglar dedi. O'sha yerda jin ham bor edi. U ham sajda qilish kerak edi. Ammo sajda qilmadi u. Tushundingizmi? Shuning uchun gunohkor bo'lyapti. Ba'zi katta olimlar shu shaytonni farishta deyishga majbur bo'lganligining sababi shuki, agar biz jinni, ya'ni shaytonni jin desak, farishta emas desak, Alloh taolo aytayapti: "Va izkunna lil malaikati", biz farishtalarga aytdik sajda qilinglar deb. Shayton sajda qilmasligi bilan gunohkor bo'lmaslik kerak, chunki farishta emas-ku u. degan ishkal keladi ularga. Shuning uchun aytadiki, demakki shayton farishta ekan deydi. Ammo hozir biz tushuntirdik, bu farishta emas, ammo farishtalarning ichida bo'lganligi uchun farishtalarning buyrug'iga ma'mur bo'lyapti. Farishtalarga ham buyruq, unga ham tegishli bo'lyapti, sajda qilishi farz bo'ldi. Sajda qilmadi. Aba, mana yuz o'girdi. Endi bu ilmlarni bilib turib, kimiki yana shaytonni farishtadan bo'lgansa kofir bo'ladi. Shayton o'zi aytdi mana, men o'tdan yaratilganman deb. Va boshqa juda ko'p oyatlarda Alloh taolo farishtalarning Allohga isyon qilmasligini xabar bergan. Agar shaytonning asli farishta bo'lsa, isyon qilmas edi Alloh taologa. Jin bo'lganligi uchun isyon qildi. Kimiki uni farishta bo'lgansa kofir bo'ladi. Lekin bir inson o'sha katta ulamolarning fikrini olib turib, aytsa uni kofir demang. Ayting, kufr va aqida bu. Tavba qil, tark qil, bu gaplarga ishonma. Noto'g'ri tushunyapsan deysiz, ammo uni kofir demang. Yuz o'girdi shayton, hattoki Alloh taolo bilan tortishdi. Ha? Ana xayrun minhu, men undan yaxshiman dedi. Chunki uni loydan yaratding, meni o'tdan yaratding. Loy bilan o'tni yonma-yon qo'ysangiz nima bo'ladi? Loy pastga bosuvchi bo'ladi.
o't tepaga chiquvchi bo'ladi. Shayton shuni aytayapti, aql qilyapti. Qarang, qiyos ishlatyapti. Aqlni ishlatyaptiki, ey Allohim, nimaga meni bunga sajda qilishlikka buyuryapsan? Sajda qiladigan narsa sajda qilinadigandan past bo'lishlik kerak. Vaholanki ko'rsang, men undan balandman, tepaga chiqyapman men. Ammo inson esa loy, pastga tushadigan narsa og'ir. Shuning uchun u menga sajda qilishlik kerak dedi. Qarang, aqliy dalil keltiryapti. Ba'zilar shuni dalil qilib aytadiki, demak qiyos qilishlik joiz emas ekan deydi. Birinchi bo'lib qiyos qilgan shayton deydi. Kimiki qiyos qilsa shaytonga ergashgan bo'ladi deydi. Ammo noto'g'ri bu. Hozir shayton qiyos qilyapti. Shayton qiyos qilganligi uchun xato qilmayapti. Noto'g'ri qiyos qilganligi uchun xato qilyapti. Bu noto'g'ri qiyos qilyapti. Qanday qilib noto'g'ri? China loy, pastga tushuvchi og'ir, ammo barqarordir. O't tepaga chiquvchi-da qarorsiz. Tushundingmi? Chachilib, tarqalib ketaveradi. Tarqalib, chachilib ketadigan narsa qanday qilib barqaror narsadan afzal bo'ladi? Aqlan ham qarasangiz, ya'ni loydan yaratilgan narsa o'tdan yaratilgan narsadan yaxshidir. Ya'ni aqlan qarang, tuproqda foydasi ko'pmi, o'tda foydasi ko'pmi? Tuproqda foydasi ko'p. Zarariga qarasangiz, tuproqda zarari ko'pmi, o'tda zarari ko'pmi? O'tda zarari ko'p. O't yondiruvchi, yo'qotuvchi-ku, halok qiluvchi. Ammo tuproq esa qarang, ekin beradigan, mana ekinzorlar va boshqa narsalar hammasi tuproqdan chiqyapti. Yeydiganingiz, ichadiganingiz, kiyadigan narsalar hammasi tuproqdan chiqyapti. Yoki tuproq o'tdan yaxshi ekan, afzal ekan. O't zarar beryapti deganda ham tuproq bilan o'chiryapsiz. To'g'rimi? Va o't hamma narsaga zarar beradi, tuproqqa zarar berolmaydi. Qarang, tuproqni yondira olmaydi ham. Demak, tuproq hamma tarafdan o'tdan yaxshi bo'lyapti. Shuning uchun shayton qiyos qilib adashmadi. Noto'g'ri qiyos qilib adashdi. Ya'ni isyon qilib adashdi aslida u. Allohning buyrug'i kelgandan keyin hech so'zsiz itoat qilishlik kerak edi, sajda qilishlik kerak edi. U gapni ko'paytirib, e'tiroz qilib adashdi u. Qiyos masalasiga kelsak, agar shayton mayli qiyos qildi deylik. O'shalik qiyosga munkir bo'lganlar bor edi. Ba'zi ahli sunnalar, ba'zi olimlar qiyosni rad qilishadi. Dinda qiyos degan narsa yo'q deydi. Shular aytadi, birinchi bo'lib shayton qiyos qilgan deydi. Biz aytamizki, agar siz hozirgi gapimizni qabul qilmasangiz, biz aytamiz, unda shaytondan oldin boshqalar qiyos qildi. Farishtalar qiyos qilishdi. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha va yasfiku ad-dima. Yer yuzida fasod qiladigan, qon to'kadigan kishilarni yaratasanmi sen dedi. Farishtalar qayerdan bildi? Hali odam endi yaratilyapti. Odamning zurriyotlari mavjud emas. Farishtalar uni qayerdan bildi? Odamni jinlarga qiyos qildilar. Odamdan oldin jinlar bor deb aytdi-ku. Jinlarga qiyos qilib turib, bular ham shularga o'xshagan bo'lsa kerak-da, deb qiyos qildi. Demakki, birinchi qiyos qilgan farishtalar ekan. Qiyos qilgan odam farishtalarga ergashgan bo'ladi. Qiyos shariatda bor bo'lgan narsa. Qiyos aqlni ishlatishlik degani. Ammo Qur'ondan, hadisdan, ijmodan keyingi o'rinda turadi, 4-o'rinda turadi. Siz ijmodan oldin qilasiz, sunnatdan oldinga qo'ysiz, kitobdan oldinga qo'ysiz, adashasiz, shaytonga o'xshab. O'zini yeriga qo'yishlik kerak. Kitob, sunnat va ijmodan keyin bo'lishi kerak. Iblis mana yuz o'girdi, vastakbara va kibr qildi. Men kibrlanyapman. Men undan yaxshiroqman deyapti. Men nima unga sajda qilaman deyapti. Men shuncha ibodat qildim deyapti. Shuncha jihad qildim, shuncha da'vat qildim, shuncha ilmim bor. Bu yangi yaratdi, nima ibodat qildi bu? Nima xizmat qildi? Ya'ni bu fikrlar shaytoniy fikrlar. Ba'zan jamoatlarda ham bo'ladi shu narsa. Bir jamoat bor, 20 yildan beri xizmat qilyapti. 20 yillik tajribakor kishilar bor. Yangi bir odam kelib jamoatga qo'shiladi, juda salohiyatli, taqvodor inson. Agar jamoat kattasi odamlarga aytsaki, mana shu birodar juda olim, taqvodor ekan, bu kishiga itoat qilinglar desa, 20 yillik odamlarni ba'zilari achchiq keladi. 20 yildan beri bu jamoatga xizmat qilyapmiz. Bu jamoatda haqqa turishiga sababchi bo'ldik. Nimaga yangi kelgan odamga biz itoat qilamiz deydi. Bunday demasin. Bu shaytonning fikri bu. Fazilat ilmga, taqvoga bog'liq. Kim bo'lsa bo'lsin, 100 yildan keyin kelsa ham ilmda, taqvoda agar afzal bo'lsa, afzal u. Sen agar bu jamoatni turgizgan bo'lsang, bu jamoatga xizmat qilgan bo'lsang, Alloh uchun qilgansan, insonlar uchun qilganing yo'q-ku. Maqtanishlik uchun qilganing yo'q-ku. Meni qo'limda qolsin deb qilganing yo'q-ku. O'zing qabringga olib ket o'zing bilan birga. Olib ketolmaysan ham, ketishmaydi ham sen bilan birga qabrga.
qabrga borib ko'mib kelishadi. Ustidan bosib ketalab. Shuning uchun Qur'on hadisga so'zsiz itoat qilishlik kerak, kibr qilmaslik kerak. Kibr mana shaytonning odati bo'lyapti. Shayton badbaxt bo'ldi, kibr qilib. Payg'ambarimiz alayhisalom shuning uchun aytadilar, kimning qalbida zarra qadar kibr bo'lsa, jannatga kirmaydi. Zarra qadar kibringiz bo'lsa, jannatga kirolmaysiz. Va kana minal kafirin, va kofirlardan bo'ldi deyapti. Bu ikkita ma'nosi bor. Kofirlardan edi degan ma'nosi bor. Ya'ni biz shaytonning kofir bo'lishini bilar edik. Bilishi aniq. Shayton o'sha ibodat qilib namoz o'qib yurgan vaqtida ham Alloh taolo uni o'zini vaqti kelganda, ya'ni odam yaratilib, odamga sajda qilishlikka buyruq bo'lganda shaytonni isyon qilib, itoat qilmasligi kofir bo'lishini Alloh taolo bilgan edi. Qadarda ma'lum edi. Lekin Alloh taolo indamaydi, bildirmasdi. Mahluq farishtalar endi bilyapti. Hamma endi bildi, ammo Alloh bilar edi. Inni a'lamu g'oybas samawati val ard. Bilaman deyapti Rahmonlar aytdi. Endi biz shu masalani nimaga ko'taryapmiz? Qo'rqishligimiz kerakki, shaytonning holatiga tushib qolmaylik. Hozirgi holatimizda katta bir ibodatgo'y, kuchli bir olim, misli yo'q mujohid, ajoyib bir nattoq da'vatchi bo'lsa-yu, ertaga kofir bo'lib o'lsak, qarang Alloh saqlasin. Shuning uchun qo'rqishlik kerak. Sahobalar shuning uchun qo'rqishardi munofiqlardan. Hayotimiz oxirigacha qo'rqishligimiz kerak. Hadis kitoblarida ko'p o'qidik. Alloh taolo oqibatimizga qaraydi. Hozirgi holatimiz agar ertaga buziladigan bo'lsa e'tibori yo'q. Oqibatimiz eng muhim. Shuning uchun ibodatimizga, ilmimizga, xizmatimizga aldanib qolmaylik. Mag'rurlanmaylik. Amalingizga mag'rurlanmang, Allohga sig'ining. Ya Alloh shu ibodatlarni qilyapman, sen nasib qilganliging uchun. Sen hidoyat qilganliging uchun qilyapman. Bo'lmasa men yaramayman bu narsalarga. Men loyiq emasman. Allohim o'zing istiqomat ber. Hayotim oxirigacha seni rozi qiladigan holatda qilgin deb yalining, doim yalining. Bo'lmasa bermaydi Alloh taolo. Yalinmasangiz bermaydi. Alloh shuni aytadi: "Va kana minal kafirin", va shayton zotan kofirlardan edi o'zi. Buni teskarisi Umar butga sajda qilib yurgan va Muhammad alayhisolamni o'ldiraman deb yurgan vaqtda Alloh taolo uni kelajakda iymon keltirib, Allohning do'sti bo'lishini bilar edi. Bundan nimani bilamiz? Yoki atrofimizda ichib, dumalab yurgan yoki gunoh qilib yurgan insonlarga qaraganimizda najasga qaragandek qaramaylik. Bu kofir bu badbaxt bu demaylik. Balki ertaga tuzalib ketadi. Balki kattadir din xizmatchisiga aylanadi bu odam. Yaxshi bir dindor bo'ladi. G'aybda Alloh biladi. Bu bir tafsir. Ikkinchisi va kana minal kafirin, va kofirlardan bo'ldi. Mana endi shu vaqtda kofirlardan bo'ldi deyapti. Demak, kufrga olib borgan narsa nima? Yuz o'girishlik, kibr. Yuz o'girishlik, kibr bilan kufrga olib boryapti. Demak, shu ikkita narsadan hammamiz kufrdan qo'rqamiz. Kofir bo'lishdan hammamiz qo'rqamiz. Hammamiz Alloh taolo kufrdan saqlasin. Ammo kibrga beparvomiz. Yuz o'girishga beparvomiz. Ya'ni Qur'on hadis hukmlaridan yuz o'girishlik, itoat qilmaslikdan beparvomiz. Xolos qilamiz, xolos qilmaymiz. Agar shunday bo'lsangiz, bilingki bu kibrga olib boradi bu. Kibrga tushgandan keyin kibr kufrga olib boradi. Sizga bir misol keltiraman. Hammamiz atrofimizda johil insonlar bor. Masalan, bir yigit 25 yoshlarda. Atrofda ham, ya'ni dinga amal qilyapti turganlar oz. Zo'rg'a namozini o'qiydi. Uni ham ba'zisini, hammasini emas. Shu yigitga siz aytsizki, soqol qo'yishlik butun payg'ambarlarning sunnati. Ya'ni odati. Ularning sunnatidan sobit bo'lgan vojib, soqolni kesgan odam gunohkor bo'ladi. Soqol qo'ydi siz. U nima qiladi? Oldiniga yuz o'giradi. Nimaga? Atrofda hech kim soqol qo'ymayapti. O'zi namozini zo'r o'qiyapti degan johil bola bo'lsa, yuz o'giradi. Oldin shirin gapiradi sizga. Mayli qo'yamiz, namoz qo'yolmaymiz. Yana biroz isror qilsangiz, oshchasiga yuz o'giradi. Qilmayman, qilolmayman deydi. Yana biroz qattiq tursangiz, nima qiladi? Keyin kibr qiladi. Senga nima, sen kimsan deydi. Nimaga meni majbur qilyapsan deydi. Xolasam qo'yaman, xolasam qo'ymayman deydi. Yana biroz majbur qilsangiz nima qiladi? Kim aytdi o'zi soqolni vojib? Ha? Kechdim shu soqolingdan deydi.
va undan boshqa gaplarni gapiradi. Qarang, yuz o'girishlik kibr keyin kufrga boryapti. Inson birdaniga kufrga tushmaydi. Alloh taolo shu tartibda aytayapti. Aba wastakbara va kana minal kafirin. Shuning uchun yuz o'girishlikdan ehtiyot bo'laylik. Alloh taolo shuning uchun sahobalarni maqtaydiki, ular sami'na va ata'na deyishadi. Eshitdik, itoat qildik. Qur'on hadisga itoat qilaylik. Qilolmadikmi, kibr qilmaylik. Tavozu qilaylik. Ya Robbi, meni kechir, amal qilolmayapman. Birodarlar, meni kechiringlar, amal qilolmayapman deylik. Kibr qilmaylik. Kibr qilsak kufrga olib boradi bu narsa. Hozirgi musulmonlar ko'pchiligi bilmasdan kufrga tushib qolishyapti. Aroq ichib yuribdi. Nimaga harom qildi bu? Nimasi yomon ekan? Biz zararni ko'rmadik. Namoz o'qimay yuribdi. Namoz o'qimasa nima bo'libdi? Biz zararni ko'rmadik. Va boshqa shunday masalalarda ko'p gaplashyapti. Bular kufr bilan xolos. Insonni kufrga olib boradi. Bismillahir rohmanir rohim. Innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udzu billahi min shururi anfusina va sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أستعيذ بالله. بقرة سورة 35 آيات. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة fatakuna minaz zolimin. Va biz aytdikki, deyapti Alloh taolo. Ey odam, sen va ayoling jannatda yashanglar. Yashagin. Sen va ayoling. Va jannatdan bemalol yeylar. Haysu she'tuma, xohlagan yerlaringizdan. Jannatni xohlagan yeridan bemalol yeylar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Zolimlardan bo'lib qolasizlar, deyapti Alloh taolo. Tafsirdan o'qisak, va qulna ya adam uskun anta ta'kidun lid-damir al-mustatir li'atafa alayhi. Anta zamiri mustatir zamirga ta'kid bo'lyapti. Ya'ni uskunda anta zamiri bor-ku. Mustatir zamiriga anta boris va munfasil zamir ta'kid bo'lib kelyapti. Nimaga? Unga atf qilinishligi uchun. Va zawjuka va sening ayoling deyapti Alloh taolo. Bilasizlar, mustatir va muttasil zamiriga atf qilinmaydi. Shuning uchun bir munfasil boriz zamir kelishlik kerak antaga o'xshab. Antaga keyin va zavjuka ma'tuf bo'ladi. Kim edi ayoli? Havvodir. Bil maddi cho'zilib, ya'ni havva'u bo'ladi. Va kana xalaqaha min dil'ihi al-aysar. Alloh taolo Havvoni Odam alayhisalomning chap qovurg'asidan yaratdi. Al-jannata, ya'ni jannatda yashaylar. Va kula minha aklan raghadan. Va jannatdan yeylar, ya'ni jannatdagi narsalardan. Raghadan degani wasi'an, bemalol, keng. La hajra fihi. Unda bir chegaralashlik yo'q. Chegaralanmagan holatda. Faqatgina bu yerdan yeylar, bu yoqqa o'tmaylar degan gap yo'q. Yoki shuncha yeylar, buncha yeb olmaylar degan gap yo'q. Haysu she'tuma, ya'ni xohlagan yerlaringizdan. Wala taqraba hazihi shajarata, bu daraxtga yaqinlashmanglar. Bil akli minha, u daraxtdan yeyishlik bilan. U daraxt nima ekan? Wahyal hintatu, bug'doy, avil karamu, yoki uzum, aw g'ayruhuma, yoki ulardan boshqasi. Fatakuna fatasira, ya'ni aylanib qolasizlar, minaz zolimin, zolimlardan, zolimlarga aylanib qolasizlar. Ya'ni zolimlardan bo'lib qolasizlar. Al-asin, ya'ni isyonkorlardan. Zolimdan maqsad isyonkor. Asin deyapti, chunki zolim ba'zan kofirga ishlatiladi. Fa'azallahuma shaytonu iblisu. Shayton ularni izlol qildi. Ay azhabahuma, ketkizdi degani. Aslida azalla degani qoqintirmoq degani. Shayton ularni ketkizdi va fi qiratin fa'azalahuma. Yana ba'zi rivoyatlarda azalla emas, azala keladi. Ya'ni yo'qotdi degan ma'noda. Nahahuma, ularni uzoqlashtirdi. Odam bilan Havvoni uzoqlashtirdi. Anha ay al-jannat, jannati,
ya'ni jannatdan uzoqlashtirdi. Bayan qala lahuma, shayton Odam bilan Havvoga hal adullukum ala shajaratil khuldi, sizlarga abadiylik daraxtini ko'rsataymi, aytib beraymi dedi. Va qasamahuma billahi, Odam bilan Havvoga Allohning otiga qasam ichdiki, annahu lahuma laminan nasihin, albatta bu iblis Odam bilan Havvo uchun nasihatgo'ylardan ekanligiga qasam ichdi. Fa akala minha, ular shaytonga ishonib turib, uni to'g'ri gapiryapti deb u daraxtdan yeb qo'yishdi. Fa akhrajahuma mimma kana fihi minan na'imi, va shayton Odam bilan Havvoni ular bo'lgan ne'matlarning ichidan chiqarib yubordi. Ya'ni chiqib ketishiga, chiqarilishiga shayton sababchi bo'ldi. Va qunnahbitu, va biz aytdik tushinglar ilal ardi, yer yuziga, ay antuma bima ishtamaltuma alayhi min zurriyatikuma, sizlar va zurriyatlaringizdan iborat bo'lgan, sizlar o'zlaringizni ichlaringizga olgan kishilar bilan tushinglar. Ba'dukum, ya'ni ba'du zurriya li ba'din aduvun, ba'zilaringiz, ya'ni zurriyatning ba'zilari ba'zilariga dushmandir. Min zulmi ba'dikum ba'dan, ba'zilaringiz ba'zilariga zulm qilganligi uchun. Valakum fil ardi mustaqarrun, ya'ni mawdi'u qararin, va sizlarga yer yuzida mustaqor bor, ya'ni qarorgoh bor, qaror yeri bor. Va mata'un, va mato' bor, mimma tatamatta'una bihi min nabatiha, yer yuzining o'simliklaridan sizlar istifoda qiladigan narsalardan bo'lgan. Mata'un degani kerakli narsa degani, ishlatiladigan, foydalanadigan narsa degani. Ilahinin, bir zamongacha, vaqti inqizay ajalikum, ajallaringiz bitadigan vaqtigacha. Fatalaqqa Adamu min robbihi kalimatin, Odam o'zining Robbisidan kalimalarni qabul qildi. Alhamahu iyyaha, ya'ni bu kalimalarni Alloh taolo Odamga ilhom qildi. Va fi qiraatin binasbi Adam, bir qiroatda fatalaqqa Adama min robbihi kalimatun bo'ladi. Va rafi kalimat, kalimatun raf bo'ladi, Odam mansub bo'ladi. Ay jahu va hiya, Odamga Robbisi tarafidan kalimalar keldi degan ma'noda. Va hiya, bu kalimalar qaysi? Robbana zolamna nufusana, al-aya. O'sha boshqa suratda kelgan Robbana zolamna nufusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ey Robbimiz, o'zimizga zulm qildik. Agar sen bizni kechirmasang, marhamatli bo'lmasang, biz zarar ko'ruvchilardan bo'lib qolamiz degan duo. Fada'a biha, Odam alayhisalom shu duoni aytdi. Fataba alayhi qabila tawbatahu, Alloh taolo Odamning tavbasini qabul qildi. Innahu huvat tawwabu, albatta u Alloh taolo o'zi tavbalarni ko'p qabul qiluvchidir. Ala ibadihi, qullariga, ar-rahimu bihim, va qullariga marhamatlidir. Mana Jalolayn tafsiri shundan iborat. Endi keyinroq tafsir qilamiz. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomning fazilatini isbot qilgandan keyin farishtalar mana sajda qilishdi. Keyin Alloh taolo u kishining fazilatini isbot qildi. Bu fazilat ilm bilan bo'ldi. Shayton sajda qilmadi, mal'un bo'ldi. Mana bu muhim masalalardan keyin Alloh taolo Odam alayhisalomning jannatda yashashligi masalasiga o'tib ketyapti. Bu qissalar hozirgi aytilingan tartibda emas. Chunki yuqorida ham aytdik, Alloh taolo odamni yaratgandan keyin, unga ruh kirgizgandan keyin farishtalarga sajda qilinglar dedi. Yaratishdan oldin xabar berdi, yarataman deb, uni xalifa qilaman deb. Keyin sajda qilishga buyurdi, farishtalar sajda qildi, shayton sajda qilmadi. Keyin Alloh taolo ilm o'rgatdi, Odam alayhisalom keyin ilmlardan xabar berdi. Undan keyin Alloh taolo Odam alayhisalomni Arofatga qo'yib, hali yer yuzidaligina belini siladi, belidan qiyomatgacha bo'ladigan butun zurriyotlari chiqdi. Va u yerda al-Misoq voqeasi bo'ldi. Hammasi Allohning Rabbligini qabul qilishdi. Alastu bi robbikum, sizlarni Robbingiz emasmanmi deganda hammasi bala deydi. Bo'lmasam, sen bizning Robbimizsan dedi. Hamma aytdi shuni. Undan keyin Alloh taolo Odam alayhisalomning mana chap qovurg'asidan unga bir zavja, jufti halol yaratdi. Nimaga? Jannatda o'zi zerikmasin deb. Va bir-biri bilan taskin topsin deb. Masalada biz qisqagina aytyapmiz. Ya'ni Havvo qayerda yaratilganligida ixtilof bor. Ba'zilar aytadiki, jannatda yaratildi deydi. Ba'zilar aytadiki, yerda yaratildi deydi. Bu oyatning zohiriga qaraydigan bo'lsangiz, yerda yaratilganga o'xshaydi. Yerda yaratilib turib, keyin mana qarang, ey odam, sen va ayoling jannatda yashaylar
deyapti-ku. Oyatning zohiriga qarasangiz, demakki yerda yaratilibdi ekan. Ammo ba'zi hadislarda zohiri dalolat qiladiki, Odam alayhisalom jannatda uxlayib turuvdi. Yengil uyqudaligida Alloh taolo uni chap qovurg'asidan Havvoni yaratdi deydi. Shuning uchun ikkita qavul bor. Ba'zilar aytadi, Havvo jannatda yaratildi deydi, ba'zilar yerda yaratildi deydi. Havvoni yaratilishligi to'g'risida keyingi darslarda o'zini o'rnida aytamiz. Hozir mavzu maqsad u emas. Alloh taoloning bu yerdagi murodi odamni yaratganligi, uni qanchalik fazilatli qilganligi va jannatiga qo'yganiyu, keyin shaytonga aldanib turib bu karomatdan mahrum bo'lganligi. Shuning uchun u masalalarga kirmaymiz hozir. U masalalar boshqa tafri'iy, tafsiliy masalalar. O'zini o'rnida aytamiz. Lekin Havvo nima degani? Havvo, ya'ni bu Havvo yaratilgandan keyin farishtalar bilishadiki, Odam alayhisalom katta olim. So'rashdi, bu kim dedi? Bu meni ayolim dedi. Qayerdan paydo bo'ldi? Mendan yaratildi dedi. Oti nima dedi? Havvo dedi. Nimaga Havvo? Uni otini Odam alayhisalom qo'ygan. Farishtalar so'radi, nimaga Havvo deyapsan? Liannaha xuliqat minal hayy. Chunki u tirikdan yaratildi dedi. Havvo degani tirik degani. Jonli degani. Havvo ya'ni nihoyatda tirik degani. Shuning uchun ayollar erkaklarga nisbatan ser harakat bo'ladi. Ba'zan aytishadiki, erkakda bitta joni bo'ladi, xotinning 40 ta joni bo'ladi. Endi bu asossiz gap bu, qiyos qilinadi. Haqiqatan masalan erkak kishiga nisbatan ayol kishi yengil, epchil bo'ladi. Erkak inqillab o'rnidan turguncha ayol kishi 10-15 ta ishni bajarib qo'yadi. Chunki mana Odam alayhisalom Havvo deyaptilar, qarang. Tirik, nihoyatda tirik degani, nihoyatda chaqqon, epchil degani. Mana endi Odam alayhisalom bilan Havvo onamiz ikkalalari jannatda yashayaptilar. Alloh taolo jannatda yashashlikka buyuryapti. Ey odam, sen va ayoling zavjuk, qarang, jufting, zavju degan juft degani. Jannatda yashaylar deyapti. Jannatiga qo'ydi Alloh taolo. Va jannatdan bemalol yeylar deyapti. Qarang, bemalol. Hech qanday chegara yo'q. Xohlagan yerlaringizdan butun jannat sizlarniki deyapti. Bu ne'mat qarang. Wala taqraba hazihi shajara. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Bu daraxt nima edi? Suyuti aytibdilarki, bug'doy yoki uzum yoki boshqasi deyapti. Ya'ni muayyan bir tafsirda aytmadi. Tayin qilmayapti. Nimaga? Chunki Alloh taolo buni mubham qildi, aniq aytmadi. Qur'onda birorta yerda bu daraxtning nimaligi aytilmagan. Va birorta sahih hadisda ham aytilmagan. Shuning uchun biz daraxt deymiz, uni tayin qilmaymiz. Bug'doy ekan yoki uzum ekan, yo anjir ekan, yo xurmo ekan demaymiz. Bunday qavullar bor. Lekin odamlarda o'rtasida bug'doy mashhur bo'lgan, bug'doy deb qo'yibdi ekan. Shuning uchun keyin odamzodni qarang, bug'doyni yaxshi ko'radi, nonni yaxshi ko'radi deydi. Odam alayhisalom hatto yerga tushganda ham so'rabdi ekan, "Ya Robbi, menga jannatdan chiqarildim shu daraxtni deb, endi shu daraxtni bergin. Yeylik shuni." debdi ekanmish. Ammo bu o'zbeklarning qissasi bu. Nimaga? Nonni o'zbeklar yaxshi ko'radi. Boshqa millatlar uncha ko'p yemaydi. Mana pokistonliklar yoki arablar ham ko'p yemaydi nonni. Boshqa millatlar uncha ko'p yemaydi. Shu O'rta Osiyo millati ko'p yeydi. Nonni so'rabdi ekan deb. Bug'doy degan tafsir esa yahudlarda tafsiri. Ya'ni Isroiliy rivoyatlarda kelgan. Yahud nasroniylarning qavliga ko'ra Odam alayhisalomning yegan narsasi bug'doy edi. Lekin bizda dinimiz mukammal bo'lishiga qaramasdan u aytilinmadimi? Biz aytmaymiz. Alloh taolo bizdan so'ramaydi uni. Odam alayhisalom qaysi daraxtni yegan edi deb so'ramaydi. Yana o'siga bug'doy bo'lsa daraxt kalimasiga ham xilof bo'lib qoladi. Bug'doy daraxt deyilmaydi-ku. Botanika ilmlarida o'qigansizlar. O'simliklar turlarga bo'linadi. Daraxt bo'lgan sinfi, keyin butasimonlar deyiladi, undan keyin ko'katlar bor. To'g'rimi? Bu bug'doy unga kirmaydi. Daraxtsimon ham emas, butasimon ham emas u. Tayin qilmaymiz. Shu daraxtga yaqinlashmanglar dedi Alloh taolo. Hazihi deb qarang tayin qilyapti. Alloh o'zi tayin qilyapti. Qaysi daraxtligi ma'lum. Bizga aytmadi Alloh taolo. Bu ham ibodatda bu ham. Daraxtga iymon keltiramiz, nimaligi bilan shug'ullanmaymiz, shunga savob bo'ladi bizga. Nimaligiga qiziqadigan bo'lsak, gunohkor bo'lamiz. Zolimlardan bo'lib qolasizlar bo'lmasam deyapti Alloh taolo. Shayton u ikkalalarini jannatdan qoqintirdi. Ya'ni adashtirdi, ketkizdi.
qoqintirmoq nima degani? Yo'lingizda ne ketyapsiz? Bu odam bir danaga oyog'ini chiqaradi, qoqinib ketasiz. Ya'ni Odam alayhisalom va Havvoning aldanishligi ham hech kutilmagan voqea bo'ldi. Mana Suyuti keltirdi-ku, hali keyingi oyatlarda ham oshchasiga keladi. Shayton ularni aldadi-da, rasman aldadi. Ya'ni sizlar farishta bo'lib qolasizlar, abadiy qolasizlar deb qasam ichgandan keyin Alloh totiga qasam ichganiga ular o'yladiki, Alloh nihoyatda ulug' zot, nihoyatda buyuk, uni otiga yolg'on qasam ichilmasa kerak deb o'ylashdi. Va shaytonga aldanib o'sha daraxtdan yeb qo'yishdi. Fa akhrajahuma mimma kana fihi. Shayton ularni bo'lgan holatlardan, izzat ikromlardan chiqardi. Ya'ni Odam alayhisalom Havvo onamiz bilan nihoyatda izzatda, sharafda yashab turdilar. Nihoyatda go'zal bir holatda edi. Shayton hasad qildi va ularni chiqardi. Endi shayton qanday qilib ularni chiqardi? Ba'zi qissalarni eshitgansizlar, ba'zi domlalar og'zini to'ldirib gapiradi. Shayton jannatga kiraman debdi, farishtalar kirgizmabdi. Keyin jannatda ilon bilan tovus degan maxluqlar bor ekan, shular bilan gaplashib, til biriktirib kirib ketibdi ekan jannatga. Keyin odamni aldabdi. Bu yerda ham davom bor. Birinchi Havvoni aldabdi ekan. Havvo keyin odamni aldabdi ekan. Shuning uchun xotinlardan ehtiyot bo'linglar deyshadi. Darrov yana xotinlarga tuhmat qilishadi. Nimaga endi shaytondan ehtiyot bo'lmaydi, xotindan ehtiyot bo'ladi. Qarang. Shaytondan ehtiyot bo'linglar desin. Shayton ikkalasini kelib aldayapti-ku. Yoki Havvo onamiz odamni majbur qilib yedirgani yo'q-ku. Ayol kishining tabiati erkak kishining tabiatiga nisbatan ojiz, zaifa bo'lganligi uchun ta'sirlanuvchiroq bo'ladi. Havvo onamizning hech qanday aybi yo'q bu yerda. Ikkalasiga qasam ichyapti, qarang, qasamahuma. Ikkalasiga qasam ichdi shayton. Oldin Havvoni o'ziga borib turma qilgani yo'q. Ikkalasiga ham qasam ichdi. Keyin ikkalalari birgalikda yedilar. Yeyishligi qanday bo'ldi? Odam alayhisalom unutdilar, eslaridan chiqdi. Hali shayton qasam ichib, buni yesalar farishta bo'lib qolasizlar, jannatda abadiy qolasizlar deganiga, jannatda abadiy qolaylik deb yeyishdi ular. Ya'ni Odam alayhisalomning esida bo'lgan holatda, bilgan holatda qilgani yo'q. Endi haligi qissalar keyin Alloh taolo odam bilan Havvoni haydabdi, shaytonni ham haydabdi, tovusni ham haydabdi. Nihoyatda chiroyli qush bo'lgan ekan, oyog'ini xunuk qilib qo'yibdi. Ilon ham juda go'zal hayvon bo'lgan ekan, oyoqlarini yulib, sen qiyomatgacha sudralib yurasan debdi ekan. Degan qissalar Isroiliy qissalar, Yahud nasronlarning qissalari ular. Ularga ishonmaslik kerak. Qur'onda keladiki, shayton ularni vasvasa qildi deydi. Qanday qilganligini aytmaydi. Mana hozir siz bir gunoh qilsangiz, nimaga gunoh qildingiz desak, shayton vasvasa qildi deysiz. Biz so'ramaymiz-ku, qanday vasvasa qildi seni? Tovus bilan keldimi, ilon bilan keldimi, yo chayon bilan keldimi demaymiz, ishonaveramiz, vasvasa qildi deymiz, tamom, vasvasa qildi deb ko'ramiz. Shayton Odam alayhisalomdan Havvo onamizni ham vasvasa qildi. Shartmi illoki birortasidan borib vasvasa qilishligi? Sizni o'zi kelib vasvasa qilib qo'yapti-ku, odam bilan Havvoni ham borib o'zi vasvasa qilib qo'ydi. Endi kirdimi, kirmadimi? U haydalgan edi-ku. Sajda qilmagandan keyin mal'un bo'ladi, haydalgan edi. Shu yerda ishkal bor-da. U jannatga kirmagan, kiraman desa kirolmaydi. Alloh haydagan-ku uni. Qanday kiradi? Kofir jannatga kirolmaydi-ku. Kirmagan bo'lsa qanday vasvasa qildi? Shunga aytishadi, u ilonning og'zida kiribdi ekan, falon piston bo'libdi ekan degan gaplari shuning uchun to'qishadi. Yolg'on gaplar. Ba'zi aytadi, jannatning devorining oldida turib ularni chaqirib aldab qo'yibdi deydi. Odam alayhisalom yosh bola emas-ku. Chaqirib aldab qo'ysa. Kayfiyatini aytmadi bizga Qur'on hadis. Qur'on aytdi, vasvasa qildi dedi. Bas, biz vasvasa qildi deymiz. Endi Odam alayhisalom o'sha daraxtdan yemaganda edi, zurriyotlari jannatda ko'payardi. Hamma jannatda yashagan bo'lardi. Musa alayhisalom shuni aytdi: "Ey odam, senga Alloh taolo shuncha izzat berdi, sen bitta xato qilding, butun zurriyotingni darbadar qilding. Hammasi mana sarson bo'ldi, dunyo hayotiga keldi. Mana ba'zilari jahannamga ketyapti, ba'zilari jannatga ketyapti." Bu hadisni o'qigansizlar, hadis darslarida o'tgan. Shunda Odam alayhisalom aytdiki: "Musa, Alloh taolo meni yaratishdan oldin buni qadariga yozib qo'ygan edi. Qadardagi narsa bo'ldi, men nima qilay?" Odam alayhisalom bu daraxtni yeb qo'yganligi va jannatdan chiqarilganligi zurriyotining dunyoda ko'payib imtihonga olinishligida buyuk hikmat bor. Katta hikmat bu. Mana shu yaxshi.
Odam alayhissalomning qilgan xatosi yaxshi emas, lekin Allohning qadari yaxshi. Bu yerda yana bir savol borki, Odam alayhissalom shu daraxtni yeyishligi gunohmi, gunoh emasmi? Gunoh. Agar gunoh emas desangiz, gunoh bo'lmagan narsani qilganligi uchun jannatdan chiqarilmaydi-ku. Gunoh qilganligi uchun jannatdan chiqarildi. Endi gunoh bo'lsa, unda Odam alayhissalom gunohkor bo'lmaydimi? Siz yo'q, gunohkor bo'lmaydi. Chunki butun payg'ambarlarni biz gunohkor emas deb e'tiqod qilamiz. Payg'ambarlar gunohkor emas. Qanday qilib Odam alayhissalom gunohkor bo'lmayapti desangiz, fanasiya, Qur'on aytayapti, unutdi deyapti. Unutgan narsani Alloh taolo kechirgan. Mana Baqara surasining oxirisida Robbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ey Robbimiz, agar unutsak yoki xato qilsak, bizlarni muohaza qilmagin. Bizlarni ushlamagin. Bizni tutmagin deb yalinyapmiz. Alloh qabul qildi. Butun ummatlarda bir inson unutib gunoh qiladigan bo'lsa, gunohini kechiradi Alloh taolo. Masalan, siz asr namozini o'qidim deb o'yladingiz, ammo o'qiganingiz yo'q. Esingizdan chiqib ketdi, shomda esingizga tushib qoldi. Asrda o'qimabman u. O'qimaganligingiz uchun gunohkor bo'lmaysiz. Qazosini o'qib olaverasiz endi. Qarang. Insonmizda Odam alayhissalom unutdi, biz ham unutyapmiz. Ammo ko'p unutavermanglar. Unutsa bo'lar ekan. Unutmaslikka harakat qilinglar, lekin baribir hammamizda unutishlik bo'ladi. Unutib yeb qo'yganligi uchun gunohkor bo'lmaydilar. Bo'lmasam bu yerda la taqroba nahiy bo'lyapti. Nahiy tahrimga dalolat qiladi. Daraxtni yeyishlik harom edi. Unutib yeb qo'yganligi uchun gunohkor bo'lmayapti Odam alayhissalom. Endi Yahud va Nasroniylar Odam alayhissalomni gunohkor deyshadda, bizni bobomiz gunoh qilganda biz ham qilaveramiz deb cho'chqani go'shtini ham yeyishaveradi, aroqni ham yeyishaveradi. Odam boshlab bergan deb. Va bizdagi mullalar ham, domlalar ham shu Yahud Nasroniylardan kelgan qissalarni olishib, odam shunday gunoh qilgan-ku, biz ham qilaveramiz-da deb qilishadi. Va boshqa payg'ambarlarga ham tuhmat qilishadi, ular ham gunoh qilgan deb. Bular tuhmat emas. Butun payg'ambarlar katta ham, kichik ham gunoh qilmagan. Kabira, sag'ira gunohlardan Alloh taolo ularni saqlagan. Endi Odam alayhissalom daraxt yegandan keyin libosini yo'qolishligi, izzat libosini ketishligi aytilgan-u, shunda daraxtlardan, barglardan so'rab o'zini berkitmoqchi bo'ldi. Daraxtlar hammasi haydadi uni, sen Allohga isyon qilding deb. Bular to'g'ri, endi Yahudiylar qo'shib qo'yishadi. Badiylashtirishadi hamma narsani. Bo'yashni yaxshi ko'radi ular. Oxiri anjir beribdi ekan bargini. Deyishib, shuning uchun kampirlar nima deydi? Anjirni shoxini yoqmanglar deydi. Gunoh bo'ladi deydi. Nima qilamiz anjirni shoxini? To'plab qabristonga dafn qilamiz. Uni yoqib bo'lmasa, otib bo'lmasa, gunoh bo'lsa, to'plab dafn qilish kerak, boshqa chorasi yo'q. Inshootga yaramasa, u qaysi daraxtdan barg oldi, u narsalar aytilmagan. Va qunnahbitu ba'dukum li ba'din aduvun. Va biz ularga tushinglar dedik. Ba'zilaringizga dushmansizlar. Buni Suyuti aytdiki, ba'zilaringiz zurriyotlaringiz ba'zilariga dushman deydi. Bu bitta tafsir. Ikkinchi tafsir, ba'zilaringiz insonlar ba'zilariga shaytonga dushman. Inson bilan shayton bir-biriga dushman degan ma'noda. Haligi Yahudiylarning qissasini shu yerda ham aytishadiki, yana inson bilan tovus do'st va ilon dushman deyshadi. Bu shaytonga yaqin deyshadi. Keyin boshqa qissalar ham ko'p. Ilon mana Eron tarafga tushganligi uchun Eronda ilon ko'p deydi. Tovus yana boshqa bir yerga tushib ketgan deydi. Uni seriyalari ko'p. Bular hammasi noto'g'ri gaplar. Subuti yo'q. Yahud nasroniylar domlalari to'qigan. Valakum fil ardi mustaqarrun, va yer yuzida sizlarga qarorgoh bor, ya'ni yashaydigan yerlar bor. Va mata'un, va kerakli narsalar bor, ilahinin, ma'lum muddatgacha, ya'ni vafot qilgunlaringizga qadar, hayotlaringiz oxirigacha. Endi Odam alayhissalom yerga tushdilar. Buni qanday tushunishligimiz kerak? Mu'tazila aytadiki, odam u qiyomatdan keyingi bo'ladigan jannatda emas edi deydi. Chunki Mu'tazila aytadiki, jannatdan jahannam hali yaratilgani yo'q. Hozir yaratilgan bo'lsa qiyomatgacha bekardan-bekarga turadi-ku deydi. Shuning uchun yaratilmagan deydi. Yo'q deydi. Ammo ahli sunnat aytadiki, bu kufr aqida. Jannat bilan jahannam bor.
Qancha hadislar bor, bunga dalillar bor oyatlardan. Kimiki jannat va jahannamda hozir borligini inkor qilsa kofir bo'ladi. Mu'tazila jannat va jahannamda yaratilmagan degandan keyin biz so'raymiz, Odam alayhisalom qaysi jannatga kirdi desangiz, u boshqa jannat u deydi. U jannatdan boshqa jannat. Eronda Kirmon degan yer bor, shahar. O'sha yerda edi deyshadi. Bir kuni bir to'yda bir katta olim, 20 yil o'qigan olim odamlarga Odam alayhisalom qissasini aytib beryapti, hammani yig'latib. Odam alayhisalom jannatdan haydaldi deganda, jannat qayerda edi bilasizlarmi? Hamma aytdi osmonda. Yo'q, bilmadilaringiz. U Eronda Kirmon degan yer bor, o'sha Kirmonda edi. Keyin u yerdan haydaldi, Hindistonga ketdi keyin. Havvo onamiz keyin Saudiyaga ketdi dedi. Chollar ham hayron bo'lib qolishdi. Yo'g'i, ha. Keyin biz majbur mudohala qildik. Aytdim, bu qayerda kelgan bu gaplar? Sam tafsirlarda kelgan dedi. Qaysi tafsirda kelgan? Katta tafsirlarda kelgan dedi. Qaysi kelgan katta tafsir? Yo'q unaqa gaplar. Desam, tafsiri Bayzoviyda kelgan dedi. Men aytdim, to'g'ri tafsiri Bayzoviyda kelganda, ammo tafsiri Bayzoviyda aytganki, ahli sunnaga ko'ra Odam alayhisalom osmondagi jannatda bo'lganlar. O'sha yerdan chiqarilib yerga tushganlar. Bu yerda aytganki, Mu'tazilaga ko'ra Eronda Kirmon degan bir bog' bo'lgan, o'sha yerda yashagan, keyin u yerdan Hindistonga haydab yuborilgan. Deydi, Mu'tazilaning aqidasi u. Siz davomini o'qimabsiz-da bu Mu'tazilaning aqidasi degan narsani. Sen darrov esla vahobiylar beadab bo'lasizlar, katta ulamolarga, yoshli odamlarga darrov qarshi chiqasizlar deb vahobiylardan olib ketdi gap. Tafsirlarda shunday gaplar bor, lekin hayron qolasizki, ba'zan ahli sunnaning katta ulamolari o'ylanib qolishadi. Odam alayhisalom shu osmondagi jannatdamikin yoki haqiqatan yerdagidamikin? Mu'tazila adashgan toifa bo'lgandan keyin uni fikridan ta'sirlanmaslik kerak. Hatto Ibn Kasir ham ya'ni qat'iy holatda qattiq rad qilmaydi shuni, Mu'tazilalarni. Nimaga? Chunki Mu'tazilalar aql bilan insonni fikrini bilishga harakat qiladi. Ular aytadiki, jannat Allohning masalan ziyofat yeri, Alloh taolaning xos bog'i. Bu yerda gunoh bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Odam alayhisalom daraxtda edi, gunoh sodir bo'ldi, harom ish sodir bo'ldi. Bunga nima deysizlar deydi. Chunki ba'zi sunniylar o'ylanib qoladi. Mu'tazila aytadiki, shuning uchun boshqa jannat o'ylaydi. Erondagi deydi. Erondagi jannat bo'lsa, unda jannatga ketish oson bo'lib qoladi-ku. Pasport chiqarasiz, Eronga ketasiz, Kirmondan uy sotib olasiz. Hamma bor narsangizni sotasizda, Kirmondan bir uy sotib olasiz, jannatda yashayverasiz keyin bola chaqangiz bilan. Agar ammo bu Kirmondagi jannatda qolishligingiz uchun shiya bo'lishingiz kerak. Eronliklar shiya bo'lmasa sizga pasport bermaydi. Jannatiga qo'ymaydi ular. Shunday qilib, mana demakki osmondagi jannatdan chiqarildi ekan ular. Bunga shak shubha qilmanglar. Odam alayhisalom nimaga afsuslanyapti? Erondagidan chiqib ketgan bo'lsa, ya Robbi, Erondan chiqib ketdim, o'zi zotan Eron yaxshi yer emas edi. Bizni haqiqiy jannatingga kirgizgin deb qo'yaverardik-ku. Va Musa alayhisalom qarang, sahih hadisda kelyapti, Odam alayhisalomni malomat qilmas edi. Ha? Ishi bo'lmas edi. Bu noto'g'ri fikrlar bular. Fatalaqa Adamu min robbihi kalimatin. Odam alayhisalom o'zining Robbisidan kalimalarni qabul qildi. Alloh taolo kalimalarni o'rgatdi, ilhom qildi. Keyin Odam alayhisalom tavba qildi. Alloh taolo u kishini tavbasini qabul qildi. Yana yahudiylar shu yerda tuhmat qilishadi. Necha ming yilmi, juda ko'p yil Odam alayhisalomdan Havvo onamiz bir-birini ko'ra olmay yurishibdi ekan deydi. Ham ikkalasi ham yig'lab yurishaveribdi deydi. Keyin uchrashib qolishibdi ekan keyin deydi. O'zi Odam alayhisalom necha yil yashagan o'zi? Bir-biriga to'g'ri kelmaydigan rivoyatlar. Yana bir qissa bor, sufilarning qissasi. Sufilar aytadiki, payg'ambarimizni vasila qilsa joiz. Payg'ambarimizni masalan hurmati desa, yo avliyolarni vasila qilsa joiz. Dalil desiz, dalil Odam alayhisalom yerga tushgandan keyin necha ming yil yuribdi ekan, tavba qilmasdan yuribdi ekan. Bu ham to'g'ri kelmaydi-da. Siz masalan bir taqvodor mo'minsiz. Gunoh qilgan bo'lsangiz tavba qilmay yuraverasizmi? Darrov tavba qilasiz-ku. Odam alayhisalom ham darrov tavba qildilar. Cho'zib yurgani yo'q uni. Aytadiki, ey Robbi, Muhammadni vasila qilsam, Muhammadning hurmatidan meni kechirasanmi debdi. Alloh taolo keyin hayron qoldi. Endi u qissaga ko'ra-da, o'zi kufr gaplari, sen Muhammadni qayerdan taniysan? Va Muhammadni o'rtaga qo'ysang, vasila qilsang kechirishini qayerdan bilding?
Sen men jannatda ko'rdim, jannatning darvozalarida la ilaha illallohu Muhammadur rasululloh yozilgan edi. Yana boshqa bir rivoyatda arshda ko'rib qoldim shuni. La ilaha illallohu Muhammadur rasululloh. Endi shunday u Muhammad shunday bir zot ekanki, seni ismingni oldiga yozilibdi ekan. Endi uni o'rtaga qo'ygandan keyin, vasila qilgandan keyin albatta kechirasan deb o'yladim. Sekin Alloh taolo aytdiki, to'g'ri o'ylabsan. Shuni haq hurmatdan seni kechirdim deb degan. Shuni so'filar dalil qilishib, mana biz ham endi Odam alayhissalomning sunnatiga amal qilib, Muhammad alayhissalomni vasila qilamiz. Payg'ambarlar haqqi hurmati kechirgin deymiz. Muhammad alayhissalomning haqqi hurmati kechirgin deymiz. Keyin payg'ambarlarni vasila qilish joizmi? Avliyolar ham bo'laveradi. Olimlar ham bo'laveradi, shahidlar ham bo'laveradi. Biz ham bo'laveramiz deyshadi. Ammo bu rivoyat qanday rivoyat? Tekshirib ko'rsangiz, mavzu yolg'on. Payg'ambarimiz alayhisalom aytmaganlar, unda gap yo'q. Hadis deyshadi, yolg'on hadis bu. Imom Suyuti shuni rad qildilar. Aytdilarki, Odam alayhisalomning aytgan duosi Robbana zalamna anfusana. Mana shu duo Qur'onda kelyapti-ku. Odam alayhisalom nima duo aytganligi Qur'onda zikr qilinyapti. Alloh aytib bergandan keyin siz nimaga yahud nasroniylardan uni javobini axtarasiz? Nimaga kazzob yolg'onchi dajjal mullalardan uni fatvosini axtarasiz? Qarang. Ham payg'ambarlarga Allohga tuhmat qilishyapti, ham ummatni adashtiryapti bular. Yolg'on narsani to'qib chiqarib turib, yolg'on narsani dalil qilyapti-da, shunga ko'ra vasila qilsa bo'laveradi deyapti. Vaholanki Odam alayhisalomning duosi kelgan, qaysi duoni qilganligi. Va bu duo shunchalik fazilatli ekan. Bu duoni ko'proq aytaylik. Alloh taolo Odam alayhisalomni kechirdimi, duosi qabul bo'ldimi? Havvo onamiz ikkalalarini biz ham shu duoni ixlos bilan sadoqat bilan aytsak, Alloh taolo biz ham gunohlarimizni kechiradi. Va to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Mana Alloh taolo umumiy qilib aytayapti, fataba alayhi. Alloh taolo odamning tavbasini qabul qildi. Qarang, shayton xato qildi, tavba qilmadi. Hozirgacha tavba qilgani yo'q. Mal'unligicha qoldi. Odam xato qildi, tavba qildi mana. Odam mana jindan afzal bo'ldi. Agar jin shayton odamdan afzal bo'lsa, nimaga ertaroq tavba qilmadi? Allohga qaytmadi. Tavba degani ruju degani, qaytmoq degani. Albatta Alloh taolo u tavbalarni ko'p qabul qiluvchi mehribon zotdir. Ya'ni nima gunohimiz bo'lsa, Allohga tavba qilsak, Alloh taolo kechiradi. Marhamati buyuk. Allohga hech narsa emas. Bitta o'zingizni gunohingiz emas, butun insonlarning gunohi sizga berilsa, shu holatda siz Allohga tavba qilsangiz, Alloh kechirib yuboradi. Allohning mag'firati nihoyatda buyuk. Bu degani bemalol gunoh qilaveringlar degani emas. Gunoh qilmanglar. Bilmasdan qilib qo'ygan bo'lsangiz, shayton aytmasinki, odam bo'lmaysan sen badbaxt. Shuncha gunoh qilib tavba qilmoqchimisan? Ay, yaramas. Desa ishonib ketmang. Haqiqatan meni Alloh kechirmaydi demang. Alloh kechiradi. Samimiylik bilan, sadoqatli bilan tavba qiling, Alloh taolo hamma gunohlaringizni kechiradi. Onadan tug'ilgandek pok-pokiza qiladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni payg'ambarlar yo'liga hidoyat qilsin, shaytonning sharridan saqlasin. Alloh taolo shu maqsadni tushuntiryapti. Mana payg'ambarlar yo'li va shaytonning dushmanligi, mujodala. Diqqat qilinglar.